Başlamdıq. Ekranda özümü kömüdüm o. Çık buldum ha. Ekran aldırık kadırlı körmenler, atılar, anılar, akılar, hediler, kurdaşlar, dostlar, sırdaşlar, muğdaşlar, ufkular, sığınlar. Həminlar bilan bugünkü qimmatlik, əhmiyyətlik, mənlik fəaliyyət arqılıq yüz görüşkənligimdən intayın xoşalman. Mən uzundan beri sizlər üçün xizmət qilishni özümün xoşallığı, bəxti, təli deb bilib kelayotgan riyasətçi dostumlar Gülşen Mehmet Dursun. Aldı bilan ekran aldidiki barcha ko'rmanlarimizning yangi yilini qizg'in tabriklayman. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Barcha ishlaringlar go'zal bo'lsin. Bosgan qadamlaringlardan go'zal izlar chiqsin. Shundaqla 2021-yildagi har bir kuninglarning xotirjamlik, amonlik, sog'lik, bayashatlik ichida o'tishini chin yuragimdan umid qilaman. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, to'rdoshlar, do'stlar, mana hozir ko'rayotganinglar, ya'ni Kujang Goroyi bevas tarqiti sups orqali shundaqla kuychi bevas tarqiti sups orqali huzuringlarga sunulayotgan Kujang Goroyining yangi tur tunishtirish shundaqla cho'lponlar naq maydon bevas tarqitish faoliyati. Bugungi faoliyatimizda o'xshashlar yana ajoyib isil bo'lgan san'at numurlarimiz, kuylarimiz, asarlarimiz sizlar uchun tayyorlandi. Undan boshqa bugungi bizning faoliyatimizni Kujang Goroyi tayyorlaganligi uchun shundaqla bu dasturxonni Kujang Goroyi biz uchun sog'inlik uchun eng oldi bilan Kujang Goroyiga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla Kujang Goroyining 2021-yilda o'zining o'ylig'indek ajoyib qaltis natijalarni qo'lga keltirishni yana bir qitim chin yuragimizdan umid qilamiz. Barcha go'zal tilaklar Kujang Goroyiga ketdi. 2021-yilga qadam qo'ydik. 2020-yilni uzatdik. 2020-yilda ekran oldidagi qadrli ko'rman. Siz nimalarga erishdingiz? Shundaqla nimalarni yo'qotdingiz? Xulosalab baqdingizmi? Biz 2021-yilga qadam qo'ygan vaqtimizda faqatla bu qadam qo'yishni bir tabriklash yoki muboraklash deb o'ylab qolmasdan 2020-yilga nisbatan bir xulosalash ilib berishimiz kerak. Bizning qo'lga keltirgan natijalarimiz nima bo'ldi? Biz o'zimiz planlagan shu arzu armonlarimizga, nishonlarimizga yetdikmi degan savollarimizga javob berishimiz kerak. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rman, siz o'zingizning arzu armonlaringizni, ya'ni 2020-yildagi arzu armonlaringizni amalga oshira oldingizmi? Pushaymoningiz bormi? O'kinishingiz bormi? Vaqtingizni haqiqiy eng ahamiyatli ishlarga ajrata oldingizmi? Endi mush savollarimizga javob berib beqing. 2021-yilga kelganda siz yana nima ishlarni qilmoqchi? 2020-yilda siz erishamagan, yana nurg'unlagan narsalar bor. 2021-yilda siz erisha olamsiz. Qandoq erishsiz? Eng muhimi, turmushingizni o'zgartganingiz bormi? Iqtisodiy kirimingizni yaxshilig'ingiz bormi? 2020-yilga qaragan chog'da texmi yaxshiroq yashashingiz bormi? Uyingizni almashtirgangiz bormi? Agar hozirgi uyingiz odatdagi bir uy bo'lsa, dochiga almashtirgangiz bormi? Agar avtomobilingiz bo'lmasa, mashinangiz bo'lmasa, mashinliq bo'lgangiz bormi? Mashinangiz agar bir oddiy bo'lib qolgan bo'lsa, uning bir hashamatlik, haqiqiy no'ch avtomobilga, mashinaga almashtirgangiz bormi? Qanday qilishingiz kerak? Nurg'un savollarni so'rayotdim. Bu savollarga javobni faqat siz berishingiz kerak. Bu savollarning javobini shundaqla turmushingizni yaxshilaydigan har bir qitimliq shu qimmatli fursatga siz butunlay tirishishingiz orqali erisha olasiz. Tirishdan boshqa yana tanlash ketadi. Tanlash bilan tirishchanlik qo'shilgan vaqtda men boya degan nurg'unlagan savollarimizga javob bera olishingiz mumkin. 2021-yilda ajoyib katta natijalarni qo'lga keltirishingizni, shundaqla o'zingiz o'ylagan shu go'zal turmushga erishishingizni umid qilaman. Bu go'zal turmushga erishish uchun Kujang Goroyimi siz uchun ajoyib, yaxshi bo'lgan, katta bo'lgan fursatlarni tayyorladi. Har qatim biz bevosita tarqitish ilib bo'lgan vaqtimizda men ekran oldidagi ko'rmanlarimizga Kujang Goroyini tunishtirib o'taman. Bugunmi o'xshashlar tunishtirish ilib borman. Endi esinglarda bo'lish kerak, men mana mushu qo'limdagi materialni sizlarga o'qib beratdim, shundaqmi? Chunki men nima deb o'qib berman? Yodlasammi bo'ladi? Ba'zi mazmunlar xato ketib qolmasin deb har bir xatni, har bir so'zni dona qilib aniq o'qib berman. Bugun
çoxum oq berme. Lekin oqib berishning oldida shaklimizni azroq o'zgartirishni loyiq topdik. Ya'ni Kujan Guroyda sizlar uchun xizmat qilayotgan, bizning xaridorlarimiz uchun xizmat qilayotgan kasbiy xodimimizni taklif qilish orqali, mo'ndish orqali, azroq bir fikr almashtirish orqali 2021-yildagi arzu armonlaringizning amalga oshishi uchun tayyorlangan Kujan Guroyning siz uchun tayyorlagan shu hamkorlik turlarini tunishtirib o'tmoqchimiz. Endi mana mening yenimdagi bu go'zal qizchaqni sizlarga tunishtirib o'tman. Ya'ni Kujan Guroyi xaridorlar mulozimat markazining mas'uli Qunduz qarshi olamiz. Rahmat. Yangi yilingiz muborak bo'lsin, Qunduz. Sizning yangi yilingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshimisizlar, turdoshlar? Men Kujan Guroyi xaridorlar mulozimat markazidan Qunduzay bo'laman. Mushu munosabatda bizning Kujan Guroyimizning bevos tarixida sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Shundan xursand bo'ldim. Hammanglarning yangi yiliga muborak bo'lsin. Yangi yillar muborak bo'lsin. Yangi yilda yangi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz. Kichik vaqtlarimizda yangi yil bo'spa xo'shib ketadi, otqirtkilarni yezib ketadi. Kujan Guroyining bu cho'qim bizning xaridorlarimizga, ekrandagi ko'rmanlarimizga tayyorlangan katta sovg'atlar bo'lishi mumkin, turlari bo'lishi mumkin. Shundaq bu. Chunki biz hozir otqirtkini evatib bermaymiz, lekin albatta uningdan katta bo'lgan hamkorlik turlarimizni tunishtirish orqali yangilik sovg'atlarimizni ko'rmanlarimizning huzuriga diqqat sungan bo'lsak degan umidda Qunduz. Buldu. Aldı bilan shu bizni qo'llab kelayotgan kon yangi xaridorlarimga chin dilimdan tashakkurimni bildirman. Shundan bilan bir vaqtda men shu munosabat bilan Kujan Guroyining bevos tarixida bu shirkatimizningki Kujan Guroyimizning turlar to'g'risida qisqacha bir to'xtalib o'tgili keldim. Bizning Kujan Guroyi qurilib, hozir qadar asosli hamda uy-mulk mashina mulozimat sohasida taraqqiy qilib kelyapmiz. Ham kelish oldida. Undan boshqa hamda Kujan Guroyimiz qurilib, hozirgacha shu mashina mulozimat sohasida yangi mashina, nimkesh mashina, mashin ijaragarchilik, mashina asrash, mashin yuvish, mashin bezash qatorliq mashinaning turlarini ilib beryapmiz. Ham uy-mulkka nisbatan yangi uy ilim sitim sodisi, nimkesh uylarniki ilim sitim vositachilikka qatorliq, undan boshqa do'kon, soda saroy, shu uy-mulk sohasida shu ishlarni, shu tijoratlarni qilib kelyapmiz. Hamda hozir bizning asos qilib shu mashina ijaragarchilik turimizni yo'l qo'ydik. Shu mashina ijaragarchilik turimizda hamda hozir qadar shu bizning kon yangi xaridorlarga oid yaxshi qizg'in bizni qo'llab kelyapti. Mashina ijaragarchiligimizniki hamda shu turi ichida hamda turlardan hozir shu o'zining mashinasini, amroq mashinasidan foydalanib ijara kirib yaratadigan turimizga oid yaxshi xaridorlarning olqishiga erishib kelyapti. Agar sizning bir mashinangiz bo'lsa, bizning shirkat ilib kelgandan keyin biz shirkatda u mashinangizni baholab umumiy mashinaning umumiy summasini qatta ijara kirmi yaratib beryapmiz. Demak, endi shu turga qiziqayotgan turdoshlarimiz bo'lsa, shirkatimizga kelib mashinangizni baholatib, shu mashinaning umumiy qiymati bo'yicha ijara kirmi yaratsangiz bo'ladi. Undan boshqa biz hozir yangidan yo'l qo'ygan turlarimizningki shu yangi yo'l qo'yilgan nurg'unlagan turlar bor. To'g'ri. Biz har qitimliq bevos tarqitish supimizda, ya'ni shu faoliyatimizda deb aytyapmiz. Ya'ni hozir 7 cho'ng tur bor ekanda. Uy-mulk, mashina mulozimatchiligi, mashina ijaragarchilik, undan boshqa Talla bozori, oshxona, sayohatchilik, yana tez tarqitish va qatorliq turlarimizning cho'ng ko'lamda shu xaridorlarimiz bilan birlikda hamkorlashib turib tijoratlarni qilib kelmoqchi bo'lib turyapmiz. Shunga shu xaridorlarimizningki, shu anglag'uvchi turdoshlarimizningki navoda biz bilan birlashib shirkat qurib xo'jayin bo'lish arzusida bo'layotganlar bo'lsa, to'g'ri, uy bo'lsa, bizning shirkatga kelib bizning sepimizga qo'shilishini qizg'in qarshi olamiz. Hozir shu naq maydon bevos tarqish faoliyatimizni qilish jarayonida nurg'unlagan turdoshlarimiz shu Pinlunchuda yana shu
İnkas rayonunda toxtumay şirketlerimizin türleri doğrusunda so'ravatıdı. Bunun kızık şirketimiz zadı bu Kujan Guruhi diyen qandaq şirket, nemi türler ba, asasen mülazimet dairesi nereden nergici buluvatıdı diyenek bir kadar suallarını so'ravatıdı. Şuna emdi faaliyetden aldıda men şirketin türlerini bir kısık tushundirib ötdüm. Emdi muşu bizden naqşlarını eğitip boğandın keyin muşu Pingloin şirketini İnkas rayonundaki suallarımı men yana davamlıq çıkıp məsləhət verməkçi, sorulan suallara cevap verməkçi bulup durvatım. Şuna muşu Kujan Guruhimizdeki bivasıta tarqışçı supumuzda davamlıq nəzərinlərdə bulup bizden şirketimizdeki qandaq türleriga qiziqqan bolsanglar, şu doğrusida hamdi sorulan suallarını qaldırıp qoysanlar, men bir dəmdən keyin chiqib yana sizlarga o'xshashlan məsləhət verməkçi bulup durvatım. Buldu Kunduz. Tuyuqsuzlu bir sual isim kep kaldı. Hem değil ki Kujan Guruhi dese hakikaten mi bizden köz aldığımız namayan bulduğunu bir çoğun guruh hakikaten mi şu hem de minam hem de oylaydığım şu da ekrandaki görünmelerimiz için hem de Kujan Guruhi desek biz yıkılışamaydıgan, biz muş hemkarlık türleri bilen hemkarlaşamaydıgan bir suallar payda bulup kılışı mümkün. Emlet ondak mı emez şundak mı? Mesela biz qandaq şəraitlarni hazırlagan vaqtimizda Kujan Guruhining baya biz tunuşturgan muşu 7 çoğ tür bilen hemkarlaşa alayımız hem de bek çık pul gidermi yoki bek tallaş ötkili eğir mu? Ya ondaq emas. Qattiq mı? Ondaq emas. Əmdi cıq tordaşlarımız sizə oxşaş mesela oyluğanlar bək cıqçu. Əmdi bu həmkarlaşın degəni anlığandı ki, adamların qalısında çoxum biz iqtisad arqılı həmkarlaşıdığan oxşaymız deb oylab qilish mümkün. Əməliyyatda ondaq emas tordaşlar. İqtisadınız bolsa, iqtisadınız arqılı həmkarlaşsanız boludu. İqtisadınız bolmasa, küçüğünüz arqılı həmkarlaşsanız boludu. Məsələn, bizning şirket Janub Şinjanın hər qaysı şəhər nahiyələrinə kengaygandan sırı hazır işgir ölkələrə tarqılıvatımız. Demək biz sizdək iqtisad egillərinə muhtaç. Bizning sepimizga qo'shilib, biz bilan birlikda tang taraqqiy qilsangiz bo'ladi. Agar taraqqiy qilish jarayonida iqtisodingiz bo'lib qolsa, iqtisod orqali hamkorlashsangiz bo'ladi. Shunga hamdi jiq to'rdashlarning mushkulshan odamdek o'ylab olmasligini, shirkatimizga kelishini, ya'ni biz bilan har qaysi turlarda hamkorlash jarayonida mayli iqtisod jihatdan hamkorlash bo'lsin va mayli o'zining kuchidan foydalanib hamkorlash bo'lsin, biz yana o'xshashlam Kujan Guruhining qizg'in qarshi olganligimizni bir bildirib qo'ygim keldi. Unda bo'lsa men hozir mende tüzük iqtisod yo'q. Hamkorlashay desam, mendan qandaq imtihonlarni olsizlar? Navada sizinki xizmatga ehtiyojingiz bo'lib qolsa, bizning shirkatimizniki hamda har qaysi masalan mashin mulozimat shirkatlarimiz bor, uy mulk shirkatlarimiz bor, mashin ijaragarchilik shirkatlarimiz bor. Onundan boshqa bizning yangidan yo'l qo'ygan shu bir qator turlarimizning hammasiga o'xshashlam shirkatlarimizni qurib chiqdik. Shu o'rinlarga o'zingizning mos keladigan ahvolingizni qartab xizmat qilsangiz bo'ldi. Yo'q, men xizmat qilgan shu shirkatga xo'jayin bo'lmoqchidim. Loban bo'lmoqchi desam, lobayan. Xo'jayin bo'lmoqchi desiniz, onunğa mı buludu? Biz şirketke sizden xo'jayin qilsak buludu. Bu jarayonda mı yani bizning shirkatga hamdi zakalat to'lash orqali to'xtamlashimiz shu jarayonda shirkatning sizga birini berimiz, shu shirkatning siz mang'ussiz. Bizning shu tushirpagan bu o'lchamlarimiz bo'yicha shu shirkatning tijorat doirasini kengaytirib, shu shirkatning taraqqiyot uchun eng muhimi zo'r tirishchanligingiz orqali kuchingizni namoyon qilasiz demoqchi. Mana ekran oldidagi qadrli ko'rmalar Kujan Guruhining yangi yillik sizlar uchun sungan sovg'atlarini anglab o'tgan bo'lishinglar mumkin. Iqtisod bo'lsa, iqtisod orqali agar sizning iqtidoringiz bo'lsa, iqtidoringiz orqali eng muhimi sizda bir igilik tiklaydigan ruh bo'lish kerak, tirishchanlik bo'lish kerak. Sizda mana bu tirishchanlikli bo'ldigan, sizda bir olg'a ilgirlaydigan ruhli bo'ldigan fursatni, sahnani Kujan Guruhi sizga yaratib berdi. Shuning uchun 2021-yildagi o'zingizningki turmushingizni, shundaqla o'zingizning iqtisodiy qiymatingizni, jamiyatga qadr qiymatingizni texmo o'riltishni, namoyon qilishni o'ylasangiz, baya biz degan mana shu Kujan Guruhining siz uchun tayyorlagan eng isil sahnasidan, fursatidan foydalanishingizni umid qilamiz. Undan so'ng ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, baya Qunduz degandek, agar musha hamkorlashish haqida yangi savollaringiz bo'lsa, tushunmagan nuqtalaringiz bo'lsa, masalalar bo'lsa, Inkas rayonini qoldirib qo'ysanglar, Qunduz mushu sizlarning savollaringizga asosan har bir savolni intayin inchiklik holda mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan xotirlab olib, sal turib bizningki mana bu sho'lpanlarimiz bilan sizlar uchun tayyorlagan numurlarimizni huzurlangach bir dam oldigan fursatimiz bor. Shu vaqtda Qunduz
intayin astoydil javob berdi. Rahmat, Qunduz, sal turib ko'rishaylik. Rahmat, sənədə buldu maqla. Sal turib ko'rishaylik. Shuningga ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hargiz jiq o'ylashmay, meningcha qanday savollaringlar bo'lsa, bevosita o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Inkas rayonida shu savollaringlarni o'tirib qo'ysanglar, baya men degandek Qunduz sizlar o'ylaganinglardimi bakrak qoyil qilarlik holda javob bera oladi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar hozir ko'rayotganinglar bo'lsa, Kujan guruhining yangi tur tunishtirishindaqlar cho'lponlar bilan yuz ko'rishish, bevosita tarqitish faoliyatimiz. Bugungi faoliyatimiz bizning o'ylaganimizdami intayin qaltis ilib berildi degan umidda. Amsa bizningki mushu san'atkorlarimiz sizlar chiqib tayyorlik qilishtirsanglar, men azroq bir bizning tunishtirishimizni ilib basam, tayyorligimizmi davomlashgan bo'lsa, bo'lamdi? Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, yana bir qitim deb o'taman. Ya'ni bugungi bizning faoliyatimiz bo'lsa, alida ekrandami ko'rib turibsizlar. Kujan guruhi yangi tur tunishtirishindaqlar cho'lponlar naq maydon bevosita tarqitish faoliyati. Bugungi faoliyatimizda biz o'zimiz intayin yoqtiradigan naqshlardan, ijodiyatlardan, asarlardan huzurlanamiz. Bugungi qimmatli fursatni yaratib bergan Kujan guruhiga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat, shundaqla 2021-yildagi eng go'zal tilaklar sizlar uchun. Ya'ni Kujan guruhi bo'lsa, qurilg'ini bek uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin qo'lga keltirgan eng qaltis natijalari bilan hammamizni suyundirib, qoyil qilib kelyotdi. Bir shirkatning mana qisqagina vaqt ichida mushundaq taraqqiy qilishida nurg'unlagan sabablar bor. Bu sabablarni saltirib Qunduzmi bizga javob berdi. Undan boshqa agar yana savollaringlar bo'lsa, bizning inkas rayonimizga qoldirib qo'yishinglarni umid qilamiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, agar bizningki faoliyatimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, shundaqla san'atkorlarimizni, cho'lponlarimizni ko'rishga taqozo bo'layotgan bo'lsanglar, inkas rayoniga o'zinglarning barliqinglarni shundaqla yangi yillik eng go'zal tilaklaringlarni qoldirib qo'yishinglarni chin yuragimdan umid qilaman. Ya'ni hammamizga ma'lum, uy mulk sohasi nurg'unlagan kishilarning qalbida faqat turalg'u degan ufqum bilan cheklanib kelmoqda. Atrofimizga nazar soladigan bo'lsak, uy mulk degan bu ufqum faqat turalg'u masalasini hal qiladigan soha bo'lmasin, bir rayon, bir shaharning iqtisodiy taraqqiyotining ulug'i aylandi. Ya'ni kishilar qad ko'tarib turgan egiz imoratlar ko'p bo'lgan shaharlarni yoqtirishga boshladi. Buning agishib uy mulk sohasi kishilarning mablag' silib taraqqiy qilish nishoniga aylandi. Eng dastlabki faqat turalg'u masalasini hal qilish uchunlar uy setilishda ko'nilikdan, ishinchi iqtisoddan foydalanib uy, zamin, do'kon qatorliqlarni setilib, ijara berish orqali kirim yaratadigan yangi holat shakllandi. Bundan shuni ko'rib olishga bo'ldiki, uy mulk sohasiga bo'lgan ehtiyoj kun sari yuqori ko'tarilmoqda. Demak, uy mulk sohasi yanıla nurg'unlagan taraqqiyot bo'shligiga ega ajoyib bir cho'ng soha hisoblandi. Har qanday bir kishi pul topgan vaqtida meningcha birinchi bo'lib, tunji bo'lib o'ylaydigini turalg'u masalasi. Shundaqmi? Turalg'u masalasini hal qilib bo'lgandan keyin ikkinchi bo'lib o'ylaydigini bo'lsa, nima? Qatnash masalasi. Ya'ni bir mashinam bo'lgan deb orzu qildik-ekanmiz. Chunki mayli bizning xizmatimizda bo'lsin, mayli ijtimoiy aloqamizda bo'lsin va yoki to'y-to'kin, sayat ishlarimizda bo'lsin, cho'qim bir mashinaga ehtiyojli bo'lamiz. Shundaq. Demak, mashina mulozimat sohasimi kundalik turmushimizning ayrilmas bir qismi bo'lib qoldi. Kujan guruhi dal mana shu ikki cho'ng sohani turtki qilib qurilgan bo'lib, partiya hukumatning afzal siyosatlarining turkisida yosh iqtidorli korxonchi Hasanjon Qosim apandimning boshchiligida yangi va ikkinchi qo'l uy ilm setim, yangi va nimkash mashin ilm setim, mashin ijaragarchiligi, mashin asrash va mashin bezash qatorliq mulozimat turlarini birgavlashtirib, xalqning uy mulk va mashin mulozimat sohasidagi ehtiyojini qondirib kelmoqda. Shuning bilan birga jamiyatimizga mush sohalarda tang taraqqiy qilish arzusida bo'layotgan hamkorlashuvchilar bilan birlikda Xinjiangning har qaysi noya shaharlarida tarmoq shirkatlarini qurib, shu rayondagi arzu egalarining xo'jayin bo'lish arzusini amalga oshirdi. Baya Qunduz tunishtirgandek, agar sizda iqtisod bo'lsa, iqtisod orqali, agar sizda universal sapa bo'lsa, sizda tirishchanlik bo'lsa, sizda iqtidor bo'lsa, shu kuchingiz orqali xo'jayin bo'lish arzu armonlaringizni Kujan guruhi amalga oshirib berdi. Ya'ni ro'yobga chiqirdi degan gap. Hargiz jiddiylashmang. Shirkatni qurayotganlarmi, xo'jayin bo'layotganlarmi sizga o'xshash bir oddiy inson.
Siz mi xo'jayin bo'la olasiz, siz mi cho'lpon bo'la olasiz? Bu nimaga bog'liq deganda, sizning amdi maydonga chiqib, haqiqiy o'zingizni namoyon qildigan, mushu jur'atingizning, jasoratingizning ba yoki yo'qligi bilan munosabatlik. Men sizga ishonaman, cho'qim xo'jayin bo'la olasiz. Shundaqla keng xalq ommasining qo'llashiga hamda har qaysi hamkorlashuvchilarning ishonchiga erishib keldi. Shirkat yana o'z afzalliklaridan foydalanib, Kujang Mashin ijaragarchiligi şirketi, ya'ni Amroq mashin ijaragarchiligi keng xalq ommasining manfaatini chiqishgan asosda xalqimiz uchun Amroq mashinasidan foydalanib, pul tepib, boy bo'lish imkoniyatini yaratib, mashin sohasida kishilarni o'rtaq beshqa va tang taraqqiy qilish yo'liga yetakladi. Növbətdə, birinchidən Kujang guruhimiz rayonimizdan alqıb, ishqir o'lkalargacha kengayib, diyorimizning uzun tarix ega, ozuqlik qiymati yuqori, tam o'zgacha mezilik, yerlik taomlari bilan milliy madaniyati o'zaro mujassamlangan milliy uslubni davlatimizga texnik namoyon qilish maqsadida Kujang yemak-ichmak shirkatini qurib chiqdi. Ikkinchidan, Kujang mahsulotlari bilan xalqni bevosita uchrashtirish maqsadida Kujang Tanlov bozor shirkatini qurib chiqdi. Üçüncüden, xalq turmushiga texnik qulaylik yaratish maqsadida Kujang tez yetkazish va sirtqi setish shirkatlarini qurib chiqdi. To'rtinchidan, xalqimizning moddiy jihatdagi ehtiyojini qamdashdan sirt, ya'ni ma'naviy jihatdagi ehtiyojini birlikda qamdash. Shundaqla diyorimizning har xil go'zal sayohat manzaralarini texnik ko'p kishilarga tuntish maqsadida Kujang sayohatchilik shirkatini qurib chiqdi. Demak, Kujang guruhimiz hozir men tunishtirib o'tgan yuqorqi 7 cho'ng turlik mulozimat supisini keng jamiyatga hozirlab berdik. Davamlıq mana mushu turlarda mulozimat turlarini texnik kengaytirish maqsadida uy va mashin sohasida egilik tiklab xo'jayin bo'lish orzusi bor. Kujang guruhi bilan hamkorlashib tang 5 orzusi bor. Kujang guruhi bilan hamkorlashib o'z rayoniga tanlov bozori ichish orzusi bor. Kujang guruhi bilan hamkorlashib ishqir o'lkalarga tomoqxona kengaytirish orzusi bor. Amroq mashinasidan foydalanib qimmat yaratish orzusi bor. Xinjiangning sayohat boyligini ichib xalqning ma'naviy ehtiyojini qamdashni o'ziga nishon qilgan Kujang sayohatchiligi shirkati qurish orzusi bor. Kujang tez yetkazish va sirtqi setish shirkatlarini qurib, xo'jayin bo'lish orzusi borlarni qezib chiqib, guruhimizning uy, mashin ijaragarchiligi, sayohat, xalqqa qulaylik tanlov bozori, tomoqxona, tez yetkazish bir gavdalashgan 7 cho'ng turlik zanjirsimon mulozimat turlari bilan xalqning har qaysi yerlardagi ehtiyojini to'liq qondirib qolmay, hamkorlashib tang 5 yo'lini birlikda ichib chiqmoqchi. Meningcha bizning bevosita tarqatish boshlanib, toki hozir qadar mening tushuntirishim, shundaqla Qunduz ikkimizningki paranglashimizni anglagandan keyin Kujang guruhi haqida, shundaqla hamkorlashgan turlar haqida azroq bo'lsa-mu, oz to'la bo'lsa-mu tushunchaga ega bo'ldinglar deb o'ylayman. Agarda mana bizning paranglarimizni anglagandan keyin, shundaqla mening tushuntirishimni anglagandan keyin yanala masalalar bo'lsa, yanala tushunmagan nuqtalar bo'lsa, inkas rayonimizga savollarni qoldirib qo'yishinglarni umid qilamiz. Chunki bir savolning o'zi bir javob. Cho'qim shu savollar orqali javobga erishimiz. Javobga erishgandan keyin bizning ideyamiz ichilib ketadi. Ichilib ketgandan keyin biz keyingi qadamni qandoq mangimiz degan eng muhim bir nuqtaga, ya'ni shuningga javobga erisha olamiz. Shuning uchun mening deydiganim yana shu ekran oldidagi qadrli ko'rman. 2021-yilda o'zingizni o'zgartganingiz bormi? Turmushingizni o'zgartganingiz bormi? Iqtisodiy kirimingizni o'zgartganingiz bormi? O'tirayotgan uyingizni o'zgartganingiz bormi? Haydayotgan mashinangizni o'zgartganingiz bormi? Buning uchun siz cho'qim tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Tanlash bizdan. Ya'ni eng yaxshi tanlash Kujang guruhidan. Endi tirishchanlik sizga qoldi. Birinchi qadamki tirishchanlik nereden keladi? Sizdan bizning inkas rayonimizga qoldirgan shu savollaringizdan keladi. Qani unda bo'lsa, men savollarni ko'rib baqay. Qanday savollarni yozsizlar ekan. Undan keyin biz javobni sizlarga beramiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hozir bizningki ko'rayotganimiz bo'lsa, cho'ng ekranda ko'ryapmiz shundaqku. Kujang guruhining yangi tur tunishtirish shundaqla cho'lponlar naq maydon bevosita tarqatish faoliyati. Bugun biz yanala o'zimiz eng yaxshi ko'radigan, eng faxrlanadigan, eng hurmatlaydigan cho'lponlarimizning qatoridan o'rin olgan suyimlik qarindishimiz
san'atkorimizni taklif qildik. Endi sahnaga chiqib, tayyorlik xizmatlarini azroq ishlab olgandan keyin uningga sizlarga salom berdi. Bu jarayonda sizlar İnkas rayoniga o'zinglarning eng yaxshi bo'lgan tilaklaringlarni, arzu armonlaringlarni, shundaqla hamkorlashmoqchi bo'lgan turlar haqida tushunchalarni qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Biz ko'rib sizlarga bir-birlab javob beramiz. İnkas rayonini bir ko'rib baqaylik. İşlemoqchi bo'lganlarmi kimni izlaydi? Bo'ldi. Mana bu savollarni qoldirib qo'ysanglar bo'ldi, İntan yaxshi savollarni qoldirib qo'ydinglar. Yaxshi. Mana İnkas rayonimizda savollarni aytijik bo'lyapti. Tilaklarmi intanjiq. Hozir bizning shu bevosita tarqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimizning soni 72 mingdan oshdi. Bizning bugungi bevosita tarqitishimiz Kujangoroyi bevosita tarqitish supsi shundaqla kuychi bevosita tarqitish supsi orqali ko'rganlarning huzuriga sunulyapti. Rahmat. Ekran aldırıki qadrli görmənlər, söyümlük atılar, anılar, akılar, ədilər, dostlar, sınırlar, fıkılar. Yəni bir qidim sizlərə salam verimiz. Bugünkü qimmatlik, mənlik, əhmiyyətlik fəaliyyət arqılıq sizlər bilan yüz görüşkənligimizdən intayin xoş alımız. Yəni ayacanlanıb turubdu mən. Çünki biz özümüz yürkümüzdən ən çoğunqur qitidən yaxşı gördüğən, hörmətləydiğən, pəxrinliğən kişilərimiz bilan bir səhni turub, sizlərə xizmət qilgan vaqtimizda haqiqatan hayacanlanmay turamaydı ekanmiz. Şundaqla biz yaxşı gördüğən şu kişilərimizdən meyvesini, əcir, mehnətini sizlərə sunğan vaqtimizda pəxirlənməy turmaydı ekanmiz, təsirlənməy turamaydı ekanmiz. Yanıla səhnimizdə biz ən yaxşı gördüğən, ən hörmətləydiğən, ən pəxirləndiğən yürəkdiki qeyrindişimiz, ən isil sənətkarımız Sanavar Adam. Rahmat. Ada, yılınız mübarek olsun. Rahmat birga bo'lsin. Shundaqla sahnadagi barcha muzikantlarning yılınlarga mübarek olsun. Barcha güzel tilaklar sizlarga katta. Bugun hamsa hammamiz yanıla shu eng zo'r tirishchanligimiz bilan ekran oldidagi ko'rmanlarimizga xizmat qilamiz. Ada, salmoningizni yo'llaytamsiz. Salam. Ekran oldidagi barliq aziz ko'rmanlar, hammanglarning yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Bugun men intayin xo'shal bo'layotganim, shundaq yangi yilning tunji kunlarida sizlar bilan to'r orqali didorlashayotganimdan intayin xursandman. Rahmat. Rahmat ada. 2021 yılga qadam qo'ydik. Men boya degandek 2020 yılını xulasıldık. Şundaqmı? Bu faqat bir yeni yılga qadam qo'yish yoki bir tabriklash, dog'dug'uliq o'tkazish emas, balki 2020 yilga nisbatan bir xulos ilib berishimiz kerak ekan. 2021 yilda biz yana qanday ishlarni qilishimiz kerak deb planlash xizmatlarimizni cho'qim o'ylab o'tishimiz kerak ekan. Siz 2021 yılga nisbatan yana qandaq bir arzu armonlarni yuragingizga tikkansiz ada? Men shu hayit bayramlar ichida mening eng xo'shal bo'lgan, eng cho'ng bayram ko'rdigan vaqt shu yangi yil. Yangi yil men uchun shundaq eng cho'ng bir xo'shallik atkildigan bir vaqtlar. Chunki men o'ylayman, oldingi bir yildan nima ishlarni qildim, budaqi bir yildan nima ishlarni qilmoqchi degan mushu o'y istaklar meni ajoyib bir xo'shallikqa, hayajonga soldi. Endi 12 ayning 12 kundagi tunji mushu tarqitish supsida mushu muzikantlar bilan birga xalqqa yaxshi bir naqshi muzikalarni sungan to'q. Bu yilqi meningki mushunda bitganda bu yilqi qildigan muhim ishimning birisi mushu muzikantlarimiz bilan birga davomliq
yaxshi sovg'alarni xalqqa taqdim etsak degan o'yladim men. Yanıla köylerimiz arkalık ekran aldığı körmenlerimizge, tordaşlarımızga, her millet qeyrindaşlarımızga hizmet kılış şundaq mı da? Şundaq hüküm. Bu yerda xas meningla naqşlarım bilan emas, mushu muzikantlar yana mening ko'pligan yana o'quvchilarim bor. Har millatdan naqsha, muzika o'rgangan. Keyin bara biz shu o'quvchi saboqdoshlarni yig'ib birga mushunaq yaxshi bir konsertlarni ep chiqish planlarim bor. Acayip yaxşı. Ekrandaki görünmələr hazır anlığansızlar. Ən isil sənət numurlarını yanıla sizlərə sunumuz. Ədəmu bir meydan bivas tarqıtış fəaliyyətimiz var. Onundan keyin yana tuyuqsuz xoşallıqlarını sizlərə soğuqıb durumuz. Yəni cin şilarını berib durumuz. Bunun üçün əlbəttə biz bu ən zor tirişçanlığımızı görürsüz. Şundaqla sizlərdən tələb qıldığımız, tavsiyə qıldığımız bolsa, mana muşundaq ən isil sənətkarlarımızdan ən isil fəaliyyətlərini telefonlar arqılıq, dostlar çəmbirlik arqılıq texmi jiq qeyrindaşlarımızga, hər millət dostlarımızga sunğan bolsaq, həm bəhirləş arqılıq mana muşundaq isil numurlarning məxfi qalmaslığını chin yurgimdən ümid qilaman. Ən isil kuylarimiz sizlar üçün başlab ketdik. Rahmat. Onda olsa aldı bilan taqdim etadigan naqsham Amrığım köngül şadi degan naqshini o'ralayman. Wow. Marhamat. Gördüm seni tomuzda Şkaynegan etezde Gördüm seni tomuzda Şkaynegan etezde Yelken bulup
Rahmat. Ko'nglimni sana berdim. Ko'nglimni seni bir adamga berdim. Beripli uytaychu. Beripli aytkim kelib ketdi, raslam. Jinim adam mush naqsh essa kiribli ketime. Hozir chiqamayotime. Men naq maydon bir kavasam bo'ladi seni barada. Beripli aytdim ko'nglimni. Maylimi ada? Endi mush naqshining mazmun haqida to'xtalamiz shundaqmi? Har bir naqshni aytib bo'lgandan keyin mush naqsh haqida to'xtalish seni bir odamning bir tanlash bo'lib qoldi deb o'ylayman, shundaqmi ada? Bu naqsha balkim men tug'ilmagan vaqtlarda ijod qilingan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Muzikasi kompozitor bizning ustoz san'atkorimiz Qurbon Umar ustozning. Qurbon Umar ustozning kasbi sohadagilar asosan toniydi, biroq balkim mana ko'p naqsh anglayotgan xalq ichida ijodiyatlari haqida ko'p amaliyotda mushu naqshini onundan başqa Çimbulaq degan tambir muzika, onundan başqa Bulbulum Dilshod Raydin ustoz aytgan tong sahar gulshaxida mushu muzikalarni Qurbon Umar ustoz ishlagan. Endi teksi Tiyipjan Ilyop ustoz ataqliq shoir Tiyipjan Ilyop ustozning bu naqsha demak tekis muzika o'zi biz oldingi qadamda so'zlaganga o'xshash shundoq bir-biriga moslashib ketgan. Shunga mana demak yerim asrdan ortiq desak bo'ladi hozirgacha. To'g'ri, ha. Etlib kelyotdi. O'lmas naqshi bo'lib. Buni bizning ataqliq naqshi peshvarimiz, ustozimiz Pasha Ishan ustoz o'rinlagan. Kichigimda shu Pasha qiz odamning aytganini anglab cho'ng bo'lgan. Seni bir adam her bir naqshini, her bir kuyni jurki bilan aytadi deb biz oldin qitimliq bevosita tarqitish faoliyatimizda deb o'tgan ixlos bilan o'rinlaydi. Raslam, seni bir adam haqiqiy bir astoydil mas'uliyatchan san'atkor desak bo'ladi. Chunki o'zining kasbiga nisbatan faqatla bir jon beqish uchun emas. Shundaqmi hada? O'zingizning mana mush kasbingizga bo'lgan mehr muhabbatingiz, aqidangiz har bir qitimliq shu naqshni o'rinlagan vaqtingizdagi oltingizdan chiqib turdi-da. Bu qitim mening yana bir xo'sh bo'lgan yerim nima desangiz, Gulshan singlim. O'zimga o'xshash fikrdagi mushu san'atga kasbga bo'lgan o'zimga o'xshash orzu armondagi mushu tirishish yo'lidagi abaysiz deb qoldingiz, faqat jon beqish uchun emas. Mushundaq g'oyila bilan mush kasbni qilayotgan mushtaq muzikantlar bilan birlashib qolibdiman. Isil muzikantlarimiz bilan mushu muzikant inilarim hammasi bular o'z o'rinlarida, o'z o'maklarda muzikantlarning hamda oldi shundaq o'makni yetaklab ketayotgan muzikantlarimizning birisi. Bu qitim mushu naqshlarim orqali bu muzikant inilarim bilan birga mushu naqshlarimni o'rlayotganimdan xos biz kasbdosh o'g'inimiz uchun emas, yana uningdan boshqa boya siz degandek ashundaq bir bizning o'rtaq bir hissiyat, bizning shundaq bir ömlükki bağlab duruyordu ha. Yeni bir tanıştırı itemde kunda bolsa sana berada bizning muzikantlarimizni ha. Albatta. G'ijaqda bizning ataqliq muzikant Mutallibjon Muhammad. Mutallibjon xush kelibsiz. Mutallibjon. Ataqliq muzikant Ney Mayiri, yana Turg'unjon To'xtasayit. Xo'shnam, yaxshi turdingizmi? Qanday raqib oldingiz? Yaxshimi? Atdigan bir o'yildan chiqqach kimsa bir qo'rovdan. Ataqliq muzikant Dab Mayiri Farruh To'lqin. Farruh. Umaqa bu Farruhqa sana barada. Hadisi bir chiroyli qiz. Ey Ruqiya. Mana yinimdiki ailesi bir sanatkor ailesi ha. Baxtirat adam, Ruqiya. Bular bir san'at ailesi. Ataqliq muzikant hem Çang hem Qalın Mayri Ablajan Abdukerim. Ablajan. Mektep dişim.
Savaq dişim biz paralel oqqan, ha? Dövlətlik birinci dərəcəlik muzikant, Ravab Mahiri İmincan Saidi. İmincan qarşalımız. Bana yakındalı şu dövlətlik birinci dərəcəlik muzikant degen namğa erişdi, şərəflik namğa bir çavaq çavitayliyo. Hakikaten xoşal bulduğan əmdi xəbərdə çoxum biz özümüzdən kəsibdaşlarımızdan müştaq katlı nəticələrdən suyunuşumuz gerek, ortaqlaşışımız gerek şundaq qo. Toğra deydi. Toğrıq bir çavitala yapısın sazınla arqılıq, ha? Raz xoş opsiləcim. Sənət Marif sepidiki töhfkar ustaz, atалық muzikant Mömincan Yusuf Ravab Mahiri. Mömincan malım, qarşalımız. Tonulup atқан Bas Ravab'da muzikant inimiz Ahmetcan Erkin. Ahmetcan, qarşalımız. Tonulup atқан yaş muzikant inimiz Tambur Mahiri Anvar Erpan Anvar. Erpanjon, yaxshimi? Qandaroq? Yaxshi turdinglarmi? Yaxshi turibsizlar. Sizlarni yana bir qitim ko'nglimdan intayin xursand bo'ldim, xush bo'ldim. Bugun bizning shu o'tirish holatimizni ko'rgan do'stlarimiz bir yangicha holatni his qilgan bo'lishi mumkin, shunday qo'yadi. Sani baradan boya shu tayyorlik qilish jarayonida, biz cho'qim shu muzikantlar bilan birga o'tirishimiz kerak. O'tgan qitimliq, ya'ni oldin qitimliq bevosita tarqitish faoliyatida biz bir qadam oldida o'tirib qolib ekanmiz. Cho'qim chambarchas bog'lanib ketgan bo'lishimiz kerak deb. Sani bir odamning har bir qitimliq so'zi, har bir qitimliq mana mushundaq ifodalari, harakatlari bizni suyundirmay qo'ymaydi. Yana nima? Mushu muzikantlarimizga berilgan eng yuksak hurmat deb o'ylayman, eng yuksak muhabbat deb o'ylayman. Biz dömbimizni qilib ularning oldida o'tirsak tez yaxshi bo'lmaydi ekan deb suyunib ketadiganmiz raslam. Undan boshqa oldin qitimliq shu bevosita tarqitish faoliyatimizda shundaq bo'lgan sanavarada bizning shu ekran oldidagi ko'rmanlarimiz bu naq maydonmidi, yog'an etayotganmidi, yog'an chavotganmidi deb savollar chiqqanda men sal terikkan ochiqlangan shu nurg'unlagan gaplarni qilayotgandim esinglarda bag'u. Sanavar adam yani şunchilik isil o'zini tutib olib eg'ir besi qalda Gulshan. Ya mening yana bir axşamni ortiq anglig'is bormi deganda men shu hushimdan ketayil dedim. Mana bir farq bo'ldi ekanda biz endi o'zimizni eng yaxshi holatimizda ko'rmanlarimizga xizmat qilyapmiz deb o'ylayotganmiz. Lekin bizdimi yana tuzitadigan nurg'unlagan kamchiliklarimiz bor ekan. Bizning mana muşta eng esil san'atkorlarimizning har bir qitimliq ish izi, har bir qitimliq so'zi bizga dars bo'ldi ekan. Shaxsan men uchun bir dars bo'ldi-da, faqat kasbiy hayotim uchun emas, qanday odam bo'lish haqida yana bir qitim o'ylandim. Mana mushkul usul orqali hal qilsam bo'ldi ekan emasmi? Shuning uchun bugungi mana shu o'tirish holatimiz, shundaqla oldin qitimliq bevosita tarqitish faoliyatimizdagi har bir mazmun, har bir kichik kartina seni bir adamning yana bir esil san'atkor ekanligidan derak berib turdi. Rahmat ada. Ustoz adam. Albatta, amaliyotda qoida shunday bo'lishi kerak. To'g'ri, ha. Lekin ba'zi shu narsani unutib qoldik ekanmiz-ku. Unutib qolmaslikqa tegishli nurg'un ishlar bor ekan. Biz sal qarab qoldik ekanmiz. Balkim bundan keyin bizning mana shu o'tirish holatimiz boshqa faoliyatlarga bir ulgu bo'lishi mumkin. Shundaqmi? Mana shundaq bir yiqimliq, bir illiq, mehr muhabbatli ko'rinishda eng yaqin holatda shakllanadi. To'g'ri, ha. Suyunayotgansizlar ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, agar hayajonlanayotgan bo'lsanglar, suyunayotgan bo'lsanglar, shundaqla ta'sirlanayotgan bo'lsanglar, yana shu eng güzel tilaklaringlarni, yurak so'zlaringlarni bizning inkas rayonimizga qoldirib qo'ygan bo'lsanglar, mehr degan mana shundaq bo'ldi emasmi? Deydi. Rahmat. Mushu o'rtaqlashish bo'ldi ekan. Sizlar bizdan chiqayotgan shu energiyani his qila olsanglar, inkas rayonida biz sizlarning yozayotgan mushu mazmunlaringlardan his qila olsak, faoliyatimiz haqiqiy o'zining unimiga yetgan bo'ladi. Shunday qo'yadi. Endi aytadigan naqshimiz oldin qitimda shu ko'rurmanlar talab qilgan naqshlardan yoshlig'im degan naqshi bor edi. Yoshlig'im shuni tayyorlab keldik. Yoshlig'im deydigan naqsham yoshlig'im.
Rahmat sizlarga, shundoq suyunduq, rahmat. 100 mingdan aştı, yani Kucan, Goroyi, Bivas, Tarqiti, Sups arqılı hazırqı faaliyetimizin körətqan dostlarımızın sani 100 mingdan aştı. Bu faqat Kucan, Goroyi, Bivas, Tarqiti, Sups'dan körətqan dostlarımızın sani. Köyçi, Bivas, Tarqiti, Sups'dan körətqan dostlarımızın sani. Qançadan aşqandı? Ha, balla? Sal turib bana cavab bergen bolsanlar, ha? Rahmat. Özlem sual sorab, özlem cavab verme. Bunu biz edebiyatta monolog deyimiz. Yaxşı oqıgan bu musun? Sizler diyelemsizler, monolog deyimiz bunu. Başlasak bulam.
Ekrandaki körmenlerimiz mumuna. İsil, bek isil. Şundak isil. Yaşan cinim hede. Rahmet sizge. Her daim bana bizni muşunda hayacanlandırıp kilovatsız. Rahmet dep güzel tileklerini bildirip Ustaz ömrünüz uzun bolsun. Rahmet. Mening kulum qayrilib ketib naq meydan tarqitish qatnashamdim deydi go birsi. Olimjon nima sho'g'an diqqat qiling dedim go mana. Diqqat qilmay bevos tarqitish qatnashamay qaldingiz. Biz mushu sahnadagi barcha sizlar uchun xizmat qilayotgan kasbdoshlar sizning salomatligingizning tezroq asliga kelishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Chunki mana shu go'zal tilaklarni qoldirib turing bizga. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz deydi ada. Ovozingizga dad kelmasin. Rahmat. Haqiqiy cho'lpon adam. Rahmat. Chiroyli tilaklar, go'zal so'zlar, rahmat. Yoshlik temasidagi naqshni anglab o'tdik ada. Endi mush naqsh haqida azroq to'xtalamdik. Bu naqshining avtori tekis ahang ikkilisini bizning ataqliq ham shoir hem kompozitor Özbek şairi Talat Nasır Ustaz yazgan. Talat Nasır Ustaz özü harbiy. Burun ili harbiy rayon sanat ömegide işlegen, andın ülke harbiy rayon sanat ömeklerde işlegen özü ravab, çanglan, yaxşı çaldı. Köpünçe muş ahang ijadiyeti bilen şug'ullandı. Talat Nasır Kam'ның yana bizning naqshimiz, bizning naqshimizning tekstini Talat Nasır Kam yazgan. Bunu hammamiz aslında bilimiz. Şu naqshini Talatkam ishlab atayin sanavar qizim şu naqshini sizga ishildim yoshligim degan naqshi ovozingizga ang tushdi deb menga o'rgatgan yoshligim degan naqshi o'tliq kechilar degan plastinkamda 97-yili o'rinlagan. Sanavar adam har bir naqshini tahlil qilgan vaqtda shu naqsh haqida to'xtalgan vaqtda ijodiyatchilarga özünün hürmetini bildirip kağıtıdı. Biz daim perde oldidagi qahramonlarga bakrak qiziqimiz shundaq o. Perde aqsidagi mana mushundaq eng isil san'atkorlarimizni qisman vaqtlarda unutib qoldigan ishlar bo'lib qoldi ekan. Sanavar adamning har bir qitimliq tunishtirishining o'zi shularga berilgan eng isil yuksak hurmat deb o'ylayman da. To'g'ri dedingiz. Endi mening tushancam bo'yicha bu mening tushancam emas. Mushu san'at kasbi bilan shug'ullanadigan har qanday kasb ahlining cho'qim biladigan tegishlik bilimi deb o'ylayman. To'g'ri. Har qanday o'rinlayotgan asrining bu kimning ijod qilinganligi, qaysi davrda ijod qilingan, qaysi davrda o'rinlangan, kim o'rinlagan, hatto o'rinlovchi, ijod qiluvchilarningki, hatto tarjimali, hatto bu ularningki turmush hayotlari Muşulardan qancha ko'p muş bir naqsha haqida qancha ko'p mazmunlarga o'zi ega bo'lsa, shu mazmunlarning hammasi shu naqshchining ichini betidi. Ondan keyinidan bu naqshga nisbatan muhabbat, hissiyat paydo bo'ldi. Shuning uchun men Ipak yo'li programmasida deb o'tgan cho'qim aytayotgan naqshining ijodiyatchilarini o'qinglar, ijodiyatchilarni bo'lsa kim uning tarjimali qanday agar hayat bo'lsa berib ko'rishib, ashlar bilan didorlashib, suhbatlashib, bunda bo'lganda texmo ichi mo'l bo'ladi-ku naqshchining. Shuning hammasi naqsh uchun naqshidagi hissiyat puroqni ifodalashga xizmat ko'rsatadi. Bu bir qitimliq ijodiyat jarayoni hisoblanadi. Naqshchidimi ijodiyat, naqshchimi ijodiyatchi-ku. Bir naqsh ijod qilingandan boshqa yana naqshchimi o'zining hissiyatini qatadi. Bu naqshchi yana bir ijodiyatchi bo'lib, keyin bu naqshini ro'yobga chiqarilgan gap. Uning uchun nima kerak? Shu naqshchida shu asarga bo'lgan mehr muhabbat. O mehr muhabbat nereden keldi? Shu asarni ijod qilgan odam kim? Shularni bilish, shularni tushunish, tonish buningdan keldi. To'g'ri. Bu naqsh orqali biz yoshligimizni o'ylashimiz kerak shundoq qo'sanaveradi. Balkim siz hozir yoshligingizni o'ylagan vaqtingizda hozirmi yoshqa adamni burungi vaqtlarni demakchi kichik vaqtlarimizda kichik vaqtlarimizni o'ylagan vaqtimizda hozir men o'zimni yoshlayman chunki men 2016-yilda shu bitdim. To'g'ri. Endi to'xtagini necha yil bo'ldi ya? 23 yoshlar atrofida edim. Men bir 18 endi demakchi bo'lganim biz
yoshlikni eng go'zal vaqtimiz, oltin chig'imiz deb ta'riflaymiz. Shu yoshlik vaqtimizda, shu vaqtimizni, shu mezgillarimizni eng ahamiyatli ishlarga, ma'nili ishlarga ajratgan vaqtimizda, keyin shu yoshlikni eslaganimizda rahmat sana yoshligim deb qo'rqmay ayta olamiz. Yurakli holda ayta olamiz. Sanubar odammi o'zining har bir davrini, har bir vaqtini, har bir yilini eng ahamiyatli, eng ma'nili ishlarga ajratganlik uchun o'zida tirishchanlikdan iborat, eng muhimi har qanday qiyinchiliklarga bosh egmaydigan shu xil jasorat orqali, g'ayrati orqali o'tkazganligi uchun, eng ahamiyatli o'tkazganligi uchun o'zining o'tib ketgan har bir kuniga rahmat ayta olamdikin deb o'ylayman. Shundaqmi? Undam deb ketgan. Undam emas dedingizga adam bir xil fasohatlik payzi gaplarni qilyaptim deb hayajonlanib o'tirgandim sizni. Gulshan ajab yaxshi gaplarni qildingiz demdikin desam, unda emas dedingizga. Unda deb ketgan olmaydi. Yana o'ylasam, yana o'rganishga tegishli nurg'un narsalar bor. Shu o'zimni yana har qachon yosh tutish kerak. Chunki o'rganadigan narsalar shuncha to'g'ri. Chunki biz yoshli his qilsak o'zimizni o'rganadigan narsaning, o'rganmoqchi bo'lgan narsaning maqsadimizga yeta olamiz. Shu bilishning eng kattasi o'zini bilish. To'g'ri. Shu vaqtda atiga qanday muomala qilishni, atida nimishlarni qilishimiz kerak ekanligini his qila olamiz. Lekin meningcha sizning hada pek cho'ng o'kinishingiz yo'qmikin deyman. Chunki har bir kuningizni eng ahamiyatli ishlarga ajratyapsiz. Ijodiyatga ajratyapsiz, xalqimizga kuylaringiz orqali emgak qilishga ajratyapsiz, shogirdlarni tarbiyalashga ajratyapsiz. Shuning uchun men hamda ma'nilik, ahamiyatli vaqtlar deb o'ylayman-ku. Men o'zimni shu kasb jihatdan nihoyat talaylik naqshchi deb o'ylayman. O'tgandimi degandim. Ko'nglimdagi fikkan arzu armonlarim uchun tirishqanli vaqtda shu natijalarga azdir ko'pdir erishib keldim. Eng oxiri yana men hatto shu Xinjiang san'at institut o'qiyotgan vaqtimdami, shu o'qishni tugatib, Shanxay yengishgandim, o'qisamka deb 90-yil fikkan arzudi. Lekin men 94 o'qish bitiriblar, o'makka taqsim qilinib ketib, oldi keyin olib 94-yildan tortib 2009-yilgacha 15 yil jarayonida andin men endi o'qishdan butunlay ümidim uzilganda endi o'qimaydigan bo'ldi deb. Lekin 2005-yildan tortib shu bizning Xinjiang Bunhua bilan Bunhua bo'libmi Javi bu shular o'rinlar bizning Xinjiangda shu alayida san'at sohasida ixtisosli xodimlarni yetishtirish jihatdan yaxshi sharoit yaratib berib bizga. Shanxay Yinshuan, Zhongyang Yinshuan qatorliq maktablarda bo'lib Shanxay Yinshuanda cho'qim Xinjiangdan kasb tili imtihondan qabul qilinsa, imtihondan o'talsa, shu o'quvchilarni ming demaya, kasb tili yaxshi bo'lsa, tanlansa, o'qish, kompozitorlik kasbi, dirijorlik, muzik ma'rif, naqsha kasblarda ayrim maxsus sinf ta'sis qilganda men dal iliq orzuyim endi amalga oshib qolamdi nima deb 2009-yili Shanxay Yinshuanning o'quvchi qabul qilgani kelganda mening azaldan shu muzik ijodiyatda faqat tekstdan olgan ilhom bilan 2-3 kubletlik 4 kubletlik naqshlarni ishlashla emas, men bir cho'ngroq asarlarni yoza oladigan, bunda orkestr tusini olgan asarlarni yoza oladigan bir kasbiy ijodiyatchi bo'lsam degan orzum burundan bo'lg'ashqa, shu chaqda yana ijodiyatga imtihon berib boqaychi, o'tib qolsam, o'qib olay deb imtihon bersam yaxshi ta'limga imtihon kasb nomerimni xili yuqori chiqibdi. Shuning bilan men qabul qilinib qoldim. Dal o'sha vaqtida men 39 yoshdim. 2009-yili Shanxay Yinshuanning ijodiyat muzik orkestr ijodiyat kasbiga qabul qilindim. Shuningdan 2016-yilgacha 16-yil o'qishni bitirib, yana o'chaqda shu Gavko imtihon qatnashib, nazariya imtihonini berib, 7 yil o'qisizda bağan balla bilan, Gavsandan bağan balla bilan birga o'qidim-da. Bizning tugab ketgan bizning san'atkor
mərhum sənətkarımız Mahmud Süleymanmı şundaq oxuğan. Şunu mən Mahmud'a gəp getkəndə şundaq içinib getkenim. Üyədik oxuşlarının ki capalarını şunca tatıb bir yerdə həm də özü ügənген nərslərini heç qanca işiltib bulanmay, özünün bir xoşallıqıga eriş bulanmay, dünyanın vaqısı ketkindən şundaq için mən emas bütün xalq içində şundaq yəni gəpki qaytıb kelsem demək şu çağdaki bizim şu medeniyet sahasiga hökumətin alaydı köngül bölüşü bilen meningmi yani Şanghay Yingşendek şundaq bir çoğ hatta xalqarada təsiri var bir məktəbnin bir bınqı oxuğucusu bolup oxuş bitirib vağınımdan üzemni yani bir sənət hayatımdaki çoğ bir buruluş oldu bu. Üzemni şuna hazırgıca ben en təlaylik naqşçı, təlaylik şu sənət kəsbideki xadim dep oylayman. En təlaylik sənətkar dep oylayımız da. Bizning muzikantlar bir xoş xəbərim dedi o hazır. Sana verədəm. Biz bir müşəyə bir keltiriydiңlar da olsa qaysı muzikini qandaq kilsəkin ha. Bugün biz yana şu muzikantlar bilan birga fukam. Lazım bana keltiriydi. Muzika. Hazır bir keltiribsin ha. Vallahi ha. Mana Bağlandıqlar ya ki tuyuqsuzlan. Çağandıkın mən əmdə teksi yadıdı. Çağandıkın ilhamım köp getdi. Mən bu təsirlib getdim resmi cümə. Mən sınab baxay muzikantlarni, əmdə sizdən xoşallıqınızğa, əmimiz tan cör bulaylı dedim də, cür bu
qandaq qilarkan desam, oda sugoni chag'antalar man o'xshash meningcha ekran oldidagi ko'rmanlarimiz hammasi hayajonlanayotgan bo'lishi mumkin. Shundaqmi ada? Men davomliq mushu hamda ko'yi tarafdan yaxshi ifodlamay qolmadi deb tortinatdimcha. Hozir muzikantlar chalgandan keyin bir jur'atga kelaychi. İlham keldi-da. Chunki bu naqsha mamlakatimiz ichida emas, butun dunyoga tarqalgan bir hammamiz pishiq bildigan bir cho'ng asar. Shuning uchun bu naqshini bugun muzikantlar müşahideki dal bayaqı mening Shanxay yengishanda o'qiganligim shundaq bir sharoitga xuddi mening shu sharoitlarimni ko'rib tushunib kelib boshlayotgandek shundaq bir kayfiyatga akirvatdi meni. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Men hayajonlanib ketdim. Haqiqatan bu shundaq. Gerçi hozir ma naqshini o'qib Tsugo degan bu naqshini biz tuyuqsiz o'rinlig'imiz bilan, lekin ana vatanimizga bo'lgan, ulug' vatanimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz har vaqt esimizdan, yuragimizdan chiqib ketgani yo'q. Shuning uchun hozirlar mana shu hissiyotinglarni bir ifodalanglar desamlar, bu to'yg'i keldi. Shundaqmi ada? Shuning uchun biz mana shundaq yangi yilni kutayotgan eng go'zal paytlarda, eng xayrli minutlarda ana vatanimizga, shundaqla har millat qarindoshlarimizga bo'lgan minnatdorligimizni mushu naqsh orqali ifodalaganligimizdan to'liq xursand bo'ldim. Hammanglarga yana bir qitim rahmat. Suyimli muzikantlar, suyimli san'atkorlar. Undan boshqa yana bir nuqtani mushu naqsh orqali, shundaqla sizningki mushu kechirmishlaringiz orqali hada xulosalar bo'ldi ekan. Biz hech qanday vaqtda kechikmaydiganmiz. To'g'ri. Shundaqmi ada? Bizda mushu o'tli bo'ldigan, mehr muhabbatli bo'ladigan, qizg'inlikli bo'ldigan, kechikmaydiganmiz. To'g'ri dedingiz uka. To'g'ri. Yana shuni his qildim ada. Raslam. Har qanday vaqtda o'zimizni yosh deb o'ylashimiz kerak. Qalbimizda, ko'nglimizda arzu armonli bo'ladigan harakatga kelishimiz kerak. Hurra deb. Rosa pek sevindim. Endi yosh yetilib chiqayotgan mayslarga nisbatanmi yana qandaq bir yurak so'zlaringiz borda? Mush naqsh orqali ham nurg'unlagan mazmunlarni biz bir shariklab o'tdik-ku. Endi sizmi shogirdlarni tarbiyalayapsiz? Sizni ustoz tutayotgan har millat do'stlarimizmi, mayslarmi intayinchiq? Endi ular deydigan qandaq bir yurak so'zlaringiz borda? Hozir to'r davri, hozir nima o'rganay desa, burunqi vaqtga tubdan o'xshamaydi. Uyda o'ltirib, to'r orqali nurg'un bilimlarni o'rgangili bo'ladi. Yoshlar shunga, hozirgi yoshlarimiz shunga bek aqlli. Menimcha yoshlarimizga yanala deydiganim vaqtni, fursatni ching tutish kerak. Mushundaq yaxshi sharoitlardan to'liq foydalanish kerak. To'g'ri. Her minut, her sekund vaqtimizni qadrlashimiz kerak. Bayan men degandek, shundala biz tunögunni asliginimizda, xuloslagan vaqtimizda rahmat deb ayta olamiz. Keyingi naqshimizda rahmat. Unda bo'lsa muzikantlarimiz bugun maxsus bir o'tganki qadimda maxsus bir muzik o'rlab bersa deb ko'rmanlarga talab qilib ketgan. Maxsus China usulining muzikasini tayyorlab keldi. Wow, rahmat.
Rahmat, rahmat. Yani mana mushu qo'lidagi chalg'ularni chin quchoqlab, mushu chalg'ulardan chiqayotgan shu kuyni munga aylantirib, tashna qalblarga yetkazayotgan sahnadagi muzikantlarimizga, mardona san'atkorlarimizga yana bir qitim minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Chalg'ularning sehriy kuchini yana bir qitim namoyon qilib berdinglar. Menimcha Sanobar adamning mushu chalg'ularga nisbatanmi alayda mehr muhabbati bo'lishi mumkin. Albatta, mana mushu chalg'ularning har birisi o'z oldiga bir o'zini ifodalab chiqadigan mushtaq asarlarni yaratish, bunda asarlar bizda bek ko'p emas. Ben hozirgi chini usuli, bizning usul peshvarimiz, tağlıq ustoz san'atkorimiz Xalcham Sidiq ustoz ijod qilgan chini usulining muzikasi. Muzikasini Hekimhasan ustoz ataqlıq kompozitor, Hekimhasan ustoz ishlagan. Men Xalcham Sidiq ustozning shunday bir gapini anglab qolgan. Mush chini usulning muzikasini Hekimhasanning ishxonasida ishkimiz necha kechalab o'ltirib mush muzikani püttägan degan gapini anglagan. Ben shu chaqda Xalcham Sidiq ustoz usul emas, yana mushu kona ohanglarga nayt puxtikan-ku. Nayt puxtikan. Mushu chini usulining muzikasini ohangini mo Xalcham Sidiq ustoz o'zi biladigan kona ohanglarning xurishlaridan tepib mushuni hekimkamga deb buni mushta bütün bir holatga hekimkam bilan billa mushtaq ishlab bitirgan ekan. Men hozir o'ylayman, buni hozir mushu muzikani anglasaqlar, Xalcham Sidiq ustoz ishlagan usul muzikasi qizlarimizning larzon usullari, shuni bilan o'ynagan usuli ko'z oldimizga keldi. Bu bana bu bir mangulik asar deymiz. To'g'ri. O'lmas asarmi deymiz, mangulik asar bo'lmoq texmi tas. Bu chini usuli desa dal mushu ahang esimizga keldi. To'g'ri, ha. Men hozir o'ylayapman, balkim Xalcham Sidiq ustoz shu chaqda aslash chini usuli ijod qilinib bo'pti-kanda o'yida deyman. İcat kılınıp bulup, andın şu usulga çokum muştaq bir muzika buluş kerak deb andın hekimkamga deb bu muzikani işletip diken deb oylayman. Bir güzel hikaye. Muşu hikayeler bizni bir güzel dünyaya başlap kirdi. Hada siz belki muşu özünüz en yaxşı gördüğün çalgılarga nisbeten alaydı mehr muhabbetiniz var. Özünüzden bir dostunuz, qarindişinizdek oylamsız. Şu men kichigimdan o'ylasam shu dutarni qanda o'ginib qolganligimni uqmayman emasman. Shu esimni bilsam, qanda qulingizga chiqib qolganlari esingizda yo'qmi? Borda. Qanda o'rganganim, lekin yaslilarda hamda shu dutarni yaslilarda chapiratdim, nomer ko'rsatdim. Andan mallidagi Məhəlləlerde oyun qoyatdıq aşı vaxtlarda. Şu məhəlləlerde oyunlarda dutar bilan naqş etib berətdim. Anlasam, əmdə keyin dadamның yaxın tanışları, məhəllədikilərdən anlasam, şu kiçik vaxtımda özəm bir ahanga çıxıb qapdı məndə. Andan dadam bununla qızıqıb bana. Şuna o bula öy kəsə, qızım sizlərə dutar çöp bəsin anlanlar deyib məni aşı o bu ahanglarını, çalalıgan ahanglarımını bana çağızı diken dadam. O çağda duttağı kolum yetmeydi ki, şunu dadam baş tarafını tutup verdi ki, de kuçuğu ultağızıp ben o sepini islip şu çalıp çiperettim ki. Kiçiğinizden başlapla mehr muhabbet bağlanıp ketken de. Şunundan andın dadam belki beni muşu kesipten terbiyelesem boğdak deyip oylap andın çang ügetken kichik vaqtimda andın lekin bir mezgil uyg'oniblar dadam ben 8 yosh vaqtimda dadam tuyuqsiz olamdan o'tgandan keyin andın ben yana maktabdagi o'qishimni davomlashtirib ketdim. Keyin andın Şinjan San'at institutiga
biroqla mandan chang kasbiga qabul qilinib, yani o'chaqdagi arzuyimmi shu ham dadam o'z vaqtida chang o'gitiman deb menga shu arzuda tugab ketgan ekan. Men yana dadamning arzusi bo'yicha chang o'ginay deb naqsh kasbini imtihon berib, men shu chaqdan keyin chang kasbini tanlagan. Men chang o'ginaman. Çünkü dadamның kasbi shu. Hem dadam çünkü chang çalıda emasmi? Deb shundan boshlab yana men shu musikim chalg'u bilan o'tdim desam bo'ldi. Shu muzikant inlarimizni mening bilan tutashtirib atgan narsa nima deganda, meningcha men naqshchi bo'lganimdan boshqa balki mening shu muzika chalg'uda o'qiganim, chalg'u o'rganganim bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki bular bilan ko'pincha vaqtida tilimiz bir bo'ldi. Her qandaq muzikani qandaq cho'li qilish, ahangni qayani qattiq yumshoq qilamiz, qayada to'xtaymiz degandek mushtaq narsaning hammasidan o'rtaqlik bor-ku. Shuningdan bir-birimiz shu mashq qilgan sir qizib ketamiz, qaytqimiz. Shu har kuni degidek mushundaq qilib ish qilib bek yaxshi bir boshlanish bo'ldi. Buning uchun shu muzikant inlarimiz ko'p jabhat tortyapti. Ham bir yoqdan ishlab, bir yoqdan adam shu paylanni yaxshi qilaylik deb buni qo'shimcha tutib shundaq jiqtirishvatdi bularga mush fursatda muzikant inlarimga hammasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Allah. Endi har bir odamningki bir xushal bo'ldigan yoki bir ko'ngli yerim bo'ldigan vaqtlar bo'ldi-da. Sizning hamda mushtaq ko'nglingiz yerim bo'lgan vaqtda yoki intay xushal vaqtlaringizda sizning ifodalaydigan shakliniz qandaqdir? Yana shu o'zingiz yaxshi ko'radigan chalg'uni ilib bir payda chavatgandan keyin bir xil rohat tuyg'usi kelib qolamsiz. Burun ashdaqdim. Burun ashdaqdim va hozir undaq emas. Hozir ilqi chamay turib kallamda chevatgandek o'ylaydigan bo'lib qoldim men. Voy bu o'ylayman, asosan chaldigan narsamni o'ylab ham qo'yma. Onun keyin kayfiyatingiz yaxshilanib ketadi. O'ylayman, hozir undaq chip ketmayman. Masalan, dutarnimi bo'libmi Shanxay Yinshandagi o'qishdan keyin ashta qoldim. Shu Shanxay Yinshanda chunki o'qishda dutar yatig'imda bo'lsa-mu, ashni chiqag'ili vaqt yo'q, bir kun emas, har bir oylab chalamayman. Qopning ichida turdi, vaqt yo'q. Lekin xiyolingizda chalsiz. Kunida o topshiriq kunda o'rganish qilmasak bo'lmaydi, dars ham topshiriq. Shunda olgandan keyin dutar chilish, chapiqish, o narsalarni butunlay unutib ketdim. Lekin bir konsertlarga tuyuqsiz qatnashadigan bo'lib qolgan vaqtimda shu konsertga yo'lda mengvatqash safar ustida chaldigan, aytilgan narsalarni o'ylabman. Andan ashada azroq repetitsiya qiliblar, shunga chiqaman sahnaga. Peshvolik darajasiga bosmadi, bulamda nima rasmiy cho'qmi, xiyolda o'ylablam mana. Endi bu ijodiyat kasbi degan, muzik ijodiyat degan odamni ko'p tafakkur qiladigan kasbgancha bu. Shunga buni gap qilishmi ozlab ketadi ekan. Asosan o'ylanadi ekan, siz o'tirib bir chekitning ustida, bir ovozning ustida o'ylanadi. Bir ahangning ustida. Degandan keyin o bo'yliqi bu kishi tafakkur qilavergandan keyin buningda odatda qildigan harakatlaringiz, aytayotgan naqshlaringiz, chevatgan siringiz buningda ozlab ketib butunlay shu ijodiyat bilan tafakkur qilish. Shuning endi yo'lini o'rganish bo'lgandan keyin bizning kasb shu o'rganish ustida bu jiq kuch talab qiladigan gapga. Shunlashqa shu narsa meni amal tabiiy holda aytadigan, qilmoqchi bo'lgan ishlarimni, sahnaga chiqmoqchi bo'lgan asarlarni, naqshlarni berib, men naqshini boshda aytaman, anna kaynida aytaman, eng oxirida men aytib tugutaman. Muşta oylab olaman, tizib kallamga. Shunlarni berib, azroq repetitsiya qilib, agar boshqa muzikantlar bo'lsa, ana sahnaga chiqib ketaman. Ekran oldiga ko'rmanlarimiz bo'libmi, yangi mayslar, sizlar hamda shu sanavarada xiyoldilar, mundayliqi o'ylab oladigan, mashq qilmasimi, shu qallasida da o'ylab aslan bo'ldi ekan emas,
bunun üçün nurgun yıllık tırışçanlık ketken, nurgun yıllık, uzun yıllık məşqdən keyin mana muşu hazırki peşvalık derecesi bağan vakitte şunda kıl buludu hazırsızlar. Ben voleybol məşq qılmay, qılımda məşq qılmaylı, xiyalımda oylu olaydı. Oxşumaydı cümü bu. Yox, lekin avaz məşqlərini qılmam. Çince, Çince'nin nimdə tərcih qısaq buldu. Məlum bir dereceye bağan vakitte, yani bir məlum bir basqışqa bağan vakitte, hem de sana bir adamdek mana muş halatga yetkili buludu. Şundaq mı adamdi? İcadiyet jarayoni buludu, bir o'yinish jarayoni buludu. Meningmi bu ondan nimaga yetganlik degani bo'lmaydi. Mushumi yani davomli tafakkur qilish bo'yicha, yana davomli izlanish bu. Bu hargiz mashq qilmayla kalis o'ylab chiyotadigan degan gap emas. Bumi bir jarayon, o'rganish jarayoni. Bumi balkim natijalardan menga menda bir boshqa bir xil natijani olib kelishi mumkin. To'g'ri, Şunlaşqa çoqum to'g'ri tushunib qabul qilishinglar kerak, singdirishinglar kerak. Hamda sana varadan bunda desam, ben dedim ki, peşvalık dersi oxuşmaydı cuma. Ekranlardaki qadrli ko'rmanlar. Hazır bizden şu bevaz tarqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimizning sani Kujan guruhi bevaz tarqitish supsi orqali bugungi naq maydon tarqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimizning sani 470 mingdan oshdi. Kuychi bevaz tarqitish supsi orqali-chu, kuychi. Vay. Balaslar barmı ya? Bağı? Qancha? 200 ming. Yani kuychi bevaz tarqitish supsi orqali bizning bugungi bevaz tarqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimizning sani 200 mingdan oshdi. Kujan guruhi shundaqla kuychi bevaz tarqitish suplari orqali hozirgi faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizning sani 670 mingdan oshdi. Rahmat. Yanıla tavsiye qildığımız faoliyatimizni do'stlar çembirkiga hem bərliş orqali texmu qarindoshlarımızga, her millat do'stlarimizga yetkizgan bo'lsanglar, rahmat sizlarga. Bir ko'ngillik paranglish bo'ldi ya. Menimcha bugun biz ukam men mushqitimmi eng muhimi ish qilib jiq gap qilmayman. Angadan Gülşen singlimning o'sha maqtishig'imi yo'l qo'ymayman deb chiqqandim. Lekin yana yo'l qo'yib bor size. Yilqi bilib bilmaylar. Lekin siz rasmiy bundaq adamning tafakkurini ochsiz ekanchu. Masalan, mushu gaplarni o'ylamaganman, mushlarni qila olaman debchi. Sizning so'rgan savollaringiz qatan mening o'ylayotgan ammo dalamayotgan mushundaq bir fikrlarimni açtı. Rahmat da. Şunlaşqa bir sual, bir cevap, bir sualning o'zi bir cevap deydi ekanmiz emasmada. Mush sual orqali javobga erishishning o'zimi bir muhim natija. Chunki sizda shu savollarga javob bera oladigan eng amaliy natija bor. Eng amaliy ijodiyat bor, eng amaliy asar bor. Şunlaşqa cevap berishda siz shunchalik tabiiy erkin oldilam bizning degan nishonimizga yetkazib beryapsizda da. Onchilik o'g'amiz xush bo'lman. Albatta biz bu intayin xushal. Unda bo'lsa endi keyingi nomerimizda keyingi nomerda tambur qaysi ovozga sozliqliq? Ya'ni bir tambur. Esil kishilar esil so'zlarni qildi mana deydi. Ras. Rahmat. Shundoq. Esil. Gülşen, singlim tunugün 2021 birinchi ayning 1-kuni mening yangi bir naqsham xalq bilan yuz ko'rishdi. Men bek yoqtirib oldim ada. Bu naqshining ro'yobga chiqishidimi bundaq bir sabab bor ukam. Men mush turpanga mening o'quvchilarim, muallim mush yoqda bir damilib keling deb turpan aşo qo'yansan andın qo'yansandan o'tib pichan yo'q lükçün Astana adiki do'stlarning uyiga berib bu yerda Astanadagi san'at ichidagi san'atchilar bilan ko'rishib hemşeherde men muşu tekni gerçi burun yol üstüde körüp ötüp ketken bilen
tekni işçilerge kirip resmi şundaq tüztüşte bulmaptı iken ben 3-4 gün turist jarayanda teklini küzettim. Onun kendin yolda kayıtkan çıraylık şu çokanlarının kızlarının aşı motolarını aydap uçak moto ne? Motonun Sellang deydi, sellang. Sellang aydap keynige aşı teknin aşı şakşumbullarını bisip keş öylür kayıtıvatkan yak etigende tekki meňivatkan işligine bularni körüp mende bir turmuş ügünüş fırsatı boldu. Bunundan ben turup şu tek dan teklerim dan teklerim degen bir nakşy bosu boptike teklerim degen bir tekis bosu bolatdy maňa dep şykyýalyk gep qilip desem yaxşı bizni öýde mehman kılgan şu dostumuz Ariel ikisi etigendila biz çay içip atkanda iki çoğun moysipet dadaşlar kirip geldi. Ulan o moysipetlerini tanıştırıp kandikin şiir yazılgan yaxşı şairlar eken. Onun içinde şu Abdurrahman Abdullah isimli ustaz, mana şu teklerim degen tekstini bana bitirip egen ustaz. Ben dedim Abdurrahman'a şu teklerim degen isimde bir tekst bosu boladı. Degenken Abdurrahman'a ben tırış bakay, nayet kiçik bellik bilen ben tırış bakay dedi. Ettigen dila tekstini götürüp kepti. Ben akşam yazdım tekstini de. Okusam şu ot yurtunun gevheridir teklerim. Birinci mısranını okuganda bu tekst nähli ben oylagan tekst boptu dep oylap boldum. Bien sümlü görünüşler deyilerde. Şunun bilen o tekstini elip Ürümçiге kayıtıp gelip 2 gün kallam kırıp aldı. Şunlan ikinci güne tuyuksuz lan şu bir bütün ahang özü şundakla geldim ben telefonga bunu avazı evelip andan bunu ügünüp kaytadan pişiklap andan boqitim şu muzikant ballar bilen naat uzun pişik meşq qilish arqalık boqitim yeni yılga çoqum şu yeni nakşini bir taqdim etayli dep şoňa şu Kujang guruýynyň qollaşı bilen bu MV kısmı boyunca tamaşabollarga sulundy. O aşı günde özü de avaz eliş öýüde hem nähmeýdan çilip nähmeýdan etip süratni şu wagtynyň özüde elip muşundaq taqatdy. Bu bir bizning şu muzikant ballar bilen qilgan halkı sungan haqiqi bir yaxshi çin köňlümizden sungan bir nähmeýdan nakşa soğumuz bop kaldı. Çin emgek boptu hada. Toğra. Çünkü bu nakşının icad kılınış jaryanı aşındaq bir çinlikten kelgençi. Hem de tekstini yazgan ustazımız bolsa Abdurrahman Abdullah ustaz Turpan diyarında toğulup ösken marıpçı hem tonulgan yazgıcı hem tonulgan Cemaat Erbabi Abdurrahman Abdullah ustazının teklerim degen teksti bilen bu nakşam ro'yapga chiqdi. Mishada bütün şu nakşini payda bo'lishig'a sababchi bo'lgan shu do'stlarga Turpandagi do'stlarga bo'libmi Abdurrahman Abdullah ustazga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. O'zinglarga teklerimni hadiya qilaman.
teklerim. Yurtumuzning nomi meşhur tek bilen. Kaddim makan pehridir teklerim. Ay sana çeksiz hürmetim var teklerim. Yürgündün urun algan, evlat kamraz kalgan. Yürgündün urun algan, yürgündün urun algan tekleri. Tekler astıdan canan cilvesi. Mertlerini samağa salgan tekleri. Tekler astıda kızla cilvesi. Yigitlerini samağa salgan teklerim. Ay sana tutaş yürgün var teklerim. Heves bilen kürüp öttüm, gül hüsnünge suyup öttüm. Heves bilen kürüp öttüm, gül hüsnünge suyup öttüm. Gül hüsnünge suyup öttüm tekleri. Tekler diyen yürekke tutaş diye bir wan. İşkım bilen köyüp öttüm, işkım bilen köyüp öttüm tekleri. Ot yurtının gevheridir teklerim. Miven mive cevheridir teklerim. Yurtumuzning nomi meşhur sen bilen. Güzel turban pehridir teklerim. Ay sana çeksiz hürmetim var teklerim. Sana çeksiz hürmetim var, sana tutaş yürgüm var. Sana tügmez köylerim var tekleri. Ey, isil ey, isil, bekle isil. Nim diyen güzel çıraylık melodiye seni berede mana isilning vaslimi isil, aslimi isil. Pek güzel. Tilaklar yaşap gittin cinemede, yürkemede. Rahmet, rahmet. Pek isil tekler, üzümler gözüm görünüp gitti. Şunçilik hayacanlanıp gitti. Yaşap gittin ustaz. Isil ey, isil. Baya pek çıraylık inkaslarının hemisi üstüge çıkıp gitti. Sanatkarımız isil. Rahmet. Bu nakşını anlap bakmap dikenme isil hede. Yeni köy. Pek güzel. Hoş bulduk. Ben hoş oldum ana.
təklerde jürüp hazırlanıyotqandek toyğuğa keldim deydi. Hakikaten bu şundaq boldu ya. Bəkli yaxşı, bəkli çıraylıq naxşikən. Rahmet. Yeni yılda mana yeniçi kuylar bilen, yeniçi hissiyatlar bilen, yeniçi toyğular bilen qadam qoyğunumuzun özümü bir yeni nəticə boldu ya da. To'g'ri. Bu naxşa mana tor dünyasida e'lon qilinib, texi necha kunga bormidi ya da? Bugun tushdi, tarqaldi ya. Tünögün düştü tarqılıpla mana hazır kadar çekiliş qitim sani intayin juqur buatıda hamdi. Bu çekiliş qitim sanının şundaqla anlaş qitim sanının juqur buluşunun özü bu naqşa jürek tegdi. Yaqturdi deyen gap. Yaqturganlık üçün başqalarmığımı bu naqşini soğuk qıldı, sundi. Muşunun özü bizden adığımızda çıkırdı da. Abdurrahman Abdullah Ustaz degan gapi bor. Ukam bu turpanni kuylab, naqshlar turpanni, uzumni, chunjini kuylab naqshlar aytilgan. Rasmi shu tak to'g'riliq naqsha aytilmabdi ekan. Siz nihoyatda yaxshi temani tanlabsiz deb shundaq degandi. Balkim bu naqshining yaxshi tarqalishidami, balkim bu shu taklarim degan shu tema. Ham tekstning shundaq chin bo'g'inidan. Səni bir adamның yana bir alohidligini his qildik. Ya'ni kuzatishga intayin boyga. Qaysimiz bir taklay qarab ijodiyat qilishni o'ylab baqqan, ha? Sizlar o'ylab baqqanmi muzikantlar? Yo'q, mana. Har bir ijodiyat uchun ilhom ketadi to'g'ri, lekin ilhomning oldida cho'qim turmushga, xalqqa cho'nqur cho'kishimiz kerak. Cho'kkan vaqtimizda mana mushta ijodiyatlar chiqadi emasmi? Ijodiyatlar qancha turmushliq, qancha chin bo'lsa, xalq ommasi, har millat qarindoshlarimiz shuncha yaxshi ko'rdi, shuncha yoqtirdi-da. Yangi yillik sovg'atingizga rahmat. Haqiqiy bir esil sovg'at bo'ldi. Azroq bir damavasanlar, undan keyin yana davomli naqshlarimizni, kuylarimizni ekrandagi ko'rmanlarimizga sunamiz. Aldiriga qadrli ko'rmanlar, hozir ko'rayotganlar bo'lsa, Ko'jan guruhining yangi tur tunishtirish shundaqlar cho'lponlar naqmaydan bevos tarqitish faoliyati. Hozir Ko'jan bevos tarqitish supsi orqali bizning naqmaydan faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizning soni 500 mingdan oshdi. Kuychi bevos tarqitish supsida ko'rayotgan do'stlarimizning soni boya 200 mingdan oshgan, qo'shsak 700 mingdan oshdi. Rahmat. 700 mingdan ortiq har millat qarindoshlarimizninki o'zining eng qimmatli vaqtini chiqarib, o'zining bayliqini ajratib, ya'ni vaqtdan iborat qimmatli bayliqini ajratib, bizning faoliyatimizni ko'rib baginiga shundaqla do'stlar chembirlik orqali ham bahirlab baginiga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Yildagi barcha go'zal tilaklar sizlar uchun. Boya biz sizlarga va'da bergan shundaqqa ko'rmanlar. Ya'ni bizning Ko'jan guruhi bilan hamkorlashishni o'ylagan bo'lsanglar, shundaqla yangi turlar haqida savollaringlar bo'lsa, biz javob beramiz deb. Qunduz bizga javob berdi. Qani Qunduzning tayyorligi bitganmidi? Qunduzni yana bir qitim sahnimizga taklif qilamiz. Ya'ni Ko'jan guruhi ekrandagi ko'rmanlarimizga shundaqla ko'ngliga yangi arzu armonlarni pukkan barcha do'stlarimizga iqtisodiy qimmatini oshiradigan, jamiyatga qadr qimmatini namoyon qiladigan ajoyib katta turlarni, fursatlarni ilib keldi. Bizning boya inkas rayonimizda nurg'unlagan savollarni ko'rdim. Hamda bu savollarga Ko'jan guruhi xaridorlar mulozimat markazining mas'uli Qunduz javob berdi. Qunduz yaxshimi, yaxshi turatamsiz? Qunduzni javob soldiq. Boya Qunduz hamda ekran orqali shundaqla inkas rayoni orqali nurg'unlagan savollarimizga javob tayyorladi. Hamda eng jiq tushgan savollar qaysi savollar bo'ldi? Qunduz? Abaynoyoqi ko'rilmalarning sonimi 500 mingga yetibdi. 700 mingdan oshdi hozir. 700 mingdan yetibdi. Hamda bu jarayonda hamda bizning nurg'ulg'an ko'rilmalarimiz bizning Ko'jan guruhimizga qiziqibdi. To'g'ri. Ko'jan guruhini tushunishni orzu qildi ekan. Hamda bizning shu so'ralgan savollarning ichida hammadan jiqroq so'ralgan savollardan men bir 2-3 xaridor shu ko'rilmandagi savoliga javob berish uchun shu yerda o'tiribdiman.
Endi bir to'rdishimiz so'rabdi, men mushtaq sizlar bilan hamkorlashib shirkat qursam qandoq bo'ldi degan savolni o'tirib qo'yibdi. Endi men bu to'rdishimiz bilan azroq fikrlashdim hamdichu. Fikrlashdim, biz naq bizniki mushu amroq mushu mashina mulozimat shirkatimiz yo'q o'rindagi to'rdishimiz ekan bu. Ya'ni Qashqarning ya'ni Qashqarning Makit noyasidagi to'rdishimiz ekan. Bu to'rdishimiz deydi, endi men mushu Makit noyasiga mashina mulozimat shirkati qurgan bo'lsam degan bir uchurni qoldiribdi. Mushu to'rdishimiz bilan o'rtoqlashgach, yana uningdan boshqa 700 mingdan oshgan ko'rurmanlarimizga qisqacha bir tushuntirib o'tgan bo'lsam. Bu faqat birla to'rdishimizning savoli emas. Shunday endi jur'at qoldi mush savolni o'tirg'i qo'ya olgan Makitdagi do'stimizga rahmat. Endi bu bir savol, meningcha biz boya degandek necha yuz ming do'stimizdan savol bo'lishi mumkin, shundaqmi Qudus? To'g'ri. Endi nurg'ul bizning ham Janub Shinjongning arqa shahar noyalariga asosan mashina mulozimat shirkatlarimizni qurib bo'ldik. Lekin mush to'rdishimizning ta'ligiga biz Makit noyasiga tex qurmadik. Endi bu Makit noyasi qurish uchun qanday qilamiz degan vaqtda to'rdishimiz anglayotgan bo'lsangiz, diqqatingiz shu davomli bizning ekranimizda bo'lsin. Avval shirkatimizga kelib, bizning shu Makit noyasi Qashqar hisobda bosh shirkat bo'lib hisoblanadi. Qashqarga nisbatan noyalarninki hamda bosh shirkati Qashqar shahar shirkatimiz bo'lib hisoblanadi. Qashqar shirkatimiz kelgandan keyin bizning shu Qashqar shirkatdagi mas'ullarimiz bilan fikrlashish orqali, to'xtamlarimizni ko'rish orqali bir niyat kelsangiz bo'ldi. Undan boshqa oldin 100 ming yuan cho'qim zakalat haqqi topshirsiz. Endi bu zakalat haqqini topshirgandan keyin biz to'xtamni tuzab bo'lgandan keyin siz shu Makit noyasiga qaytib, shu bozor ahvoli qarta, mashin mulozimat shirkatniki o'rni qarta yaxshiroq mashinalarni ichiga to'xtatib qo'yib sotqili bo'ladigan, yangi mashinalarni akirgili bo'ladigan shunday cho'ngroq o'rindan birini ilib, biz ham Qashqardagi mas'ullarimiz bilan birlikda shu o'rinni olasiz va shu o'rinni ijarasidan tortib, jonshullargacha shu shirkatingizniki bezilishidan tortib hammasini biz bosh shirkatdan ta'minlaymiz. Nimga yaxshi fursat bu? To'g'ri, biz bosh shirkatdan tutib beramiz. Hamda bizning mashina mulozimat shirkatlarimizniki bezilishi asosan degidek o'xshash fasonda chiqadi, o'xshash tam shu eng oddiy qilib aytganim shu stakanning qalamgacha bizning shirkatimizniki bir xil holati chiqadi. Shu bo'yicha hamda hamma narsani biz hamma jonshullarni tortib biz qilib beramiz. Undan keyin shu shirkatga hamda mashina mulozimat shirkatiga nisbatan 20dan 30gacha odam qabul qilasiz. Bu xizmat xodimlaringizning maoshini biz bosh shirkatdan ta'minlaymiz. Ya'ni shirkat berdi. To'g'ri, biz beramiz. Undan boshqa, ya'ni shu bosh direktor bo'g'ichi, ya'ni sizning maoshingizni biz bosh shirkatdan beramiz. Mana. To'g'ri. Undan keyin shu bizning shu mashina mulozimat shirkatlarimizda yurgizayotgan turlarning hammasini shu Makit noyasidagi mashina mulozimat shirkatingizda yurgizasiz. Shu tijoratlarni qilasiz. Rasmiy shu shirkatingizning jonshulari, bezaklari hammasi bitib bo'lgandan keyin xizmatchi xodimlar o'rinlarini tepib, har bir o'zininki mas'uliyatini ado qiladigan shu o'rinlarga bo'linib bo'lgandan keyin biz shu shirkatlaringizning ichilish murosimlarini qilib, e'lon tashviqotlarini qilib, mashina mulozimat shirkatimizning Kujang mashina mulozimat shirkatimizningki Makit noyasiga qurilganligini butun xalq ommasiga jakarlab, faoliyatlarni o'rinlashtirib, e'lon tashviqotlarini qilib beramiz. Naqmaydan bevosita tarqitish faoliyat orqali yana. Shunday bo'ldi. Undan keyingi hamda tijorat doiralari o'xshashlar shu bizning shirkat bilan boshqa mashina mulozimat shirkatlari bilan o'xshash doirada mavdu. Endi buning texnik inchik tafsili tushuntirishlari bor. Qolgan tafsilotlarni shu Qashqardagi Kujang mashina mulozimat shirkatimizga borgandan keyin shu yana mas'ullari bilan paranglashib to'xtamlarni tuzib kelsangiz bo'ldi. Ta'ligingiz bor ekan, bizning Makit noyasiga shirkatni qursangiz bo'ldi. Abaymo shu xaridorlarni paranglashdim. Vaqtni ching tutib, aytining o'zidan berib bir fikrlashib keldigan bo'ldi. Endi menda yana bir savol paydo bo'ldi-da, hozir Makitdagi do'stimiz endi siz bilan aloqalashdi. Agar endi shu zakalat pulini, ya'ni 100 ming yuan zakalat pulini tayyorlamay qolsa, yana bir bu do'stimizdimi tezroq chiqib ketgan birisi agar zakalat pulini oldin topshirib olsa, hozir men siz bilan aloqalashgan do'stimizdimi oldin topshirib olsa,
şunun pürstü buluşu mümkün şundaqmı? Omu şundaq buluşu mümkün. Endi bizning şirketning tarmoq şirketlerini, bizning Kujan Goroyimizning tarmoq şirketlerini qurish arzusi bo'layotgan xaridorlar intayin ko'p. To'g'ri. Chunki hamma shart sharoitni biz hozirlab beryapmiz bu xaridorlarimiz uchun. Unda bo'lgankin, lekin eng avval, eng muhimi shu shirkatni qurish arzusi bo'layotgan shu to'rdishimizningki cho'qim jaffoga chiday oladigan, mas'uliyatchan bir shirkatni ilib mağalaydigan tirishchan bir ruh bo'lmasa, bizning shirkatimizningki tarmoq shirkatlarini qurib xo'jayin bo'lolmay qoladi. Shunga eng muhimi tirishchanlik, chidamchanlik eng muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Şunlaşqa ekranlarga qadrli ko'rman. O'zingizni dangsab beqing. Sizda tirishchanlik bormi? Sizda jasorat bormi? Sizda g'ayrat bormi? Sizda izchillik bormi? Agar men degan mana mushu sharoitlarning hammasi agarda sizda bo'lsa, qo'rqmay aloqalashsangiz bo'ldi ekan. Chunki 100 ming zakalat pul degan 3 yildan keyin o'zi qaytib keladigan pul ekan. Bu zakalat bizning shirkatda zakalat haqida zakalat üstida turib turdi. 3 yil ichida 3 yil to'shqandan keyin navod yana davomli bizning shirkatimiz bilan davomlashtirmoqchi bo'lib qolsangiz, yana davomlashtirsangiz bo'ldi. Davomlashtirolmay olmay qolsangiz sizning o'rningizga yana o'xshashlar başqa bir xaridorni qo'yib, başqa bir xo'jayinni birini qo'yib, sizning shu zakalat haqingizni biz bir mo'chini tutib olmay yana to'liq qaytarib beramiz. Menimcha bek yaxshi fursatgan. Yana shu savol, mana sizda tirishchanlik bormi? Sizda g'ayrat, jasorat bormi? Sizda izchillik bormi? Sizda mana mushundaq ruh bormi? Agar bo'lsa, darhol harakatga keling. Undan boshqa biz odatda qo'limizda ozroq pul bo'lib qolsa, nimga ishlasak bo'ladi, bir narsaga mablag' hisob qo'ysak bo'ladi, mushu bir pulni ikkiga aylantirsak bo'ladi deb o'ylab qolamiz. Ondan do'stlarimizdan maslahat so'raymizda, biz Kujan Goroyini o'zimizning bir do'stimizdek, bir qarindishimizdek o'ylasaqli bo'ladi ekan. Bizga eng yaxshi maslahatni berdi ekan, eng nochi sahnini berdi ekan, eng qaltis bo'lgan hamkorlashish fursatini berdi ekan. Shundaqmi? Biz do'stimizdanmi, qarindishimizdanmi, tuqqunimizdanmi shu maslahatni so'raymiz. Undan ko'ra mana Kujan Goroydan, Qunduzdan, shundaqla bizning mushu Kujan Goroydagi xizmatchi xodimlardan maslahat so'rasanglar, eng yaxshi javobga erisha olasizlar. Agarda tanlash bo'lsa, agar Kujan Goroyini tanlasanglar, texim yaxshi bo'ldi. Navoda bu tanlash bo'lmay qolgan taqdirdimi, qallanglar ichildi. Nazar doiranglar texmo kengaydi degan gap. Shundaqmi Qunduza? Endi biz hozir faqat bir mashina mulozimat haqida, mashina mulozimatchilik mana mushu tur haqida paranglashdik. Endi boshqa turlarningmi asosan hamkorlashish sharoitlari, mazmunlari mana mushundaq bo'lamdi? To'g'ri. Endi yana bir to'rdishimizdan bir so'ragan savolni o'tirib qo'ygim kelyapti. Yana bir to'rdishimiz deydi, "Mening bir mashinam batdi. Endi hozir bir oyilda nechidan mashina bo'lish umumlashib ketdi." Modib ketdi-da. Endi bizning shirkatimiz Janub Shinjongning har qaysi shahar rayonlariga, noyalarga qurildi. Demak, bizda hozir zo'r darajada mashina yetishmaslik masalasi borchu hamdi. Shunga biz shirkatimiz mashina ijaragarchilik deb bir turni o'tirib qo'ydik. Abaytınqi to'rdishimizning so'ragan savolimi, bizning uyda 3 mashina bor. Lekin ayolim ikkimiz birdan haydaymiz, bir mashina ortdiq. O mashinani mening sotqim yo'q. Sitibetsem, bek içim ağrıydı onun sitibetsem. To'g'ri, endi og'a vaqtda qimmat olamiz, lekin sotqancha bek ziyon tortkitimizda. To'g'ri. O mashinasimi nayt yaxshi mashin ekan, abaymi avatibdikan. Mushton qarta hamdi men shu o'ylig'inim, men hozircha vaqtincha mashinamni ishlatmayman. Shunga bu yerda o'rin egallab tursim turdi ekan. Sizlarning lider shunday yaxshi tushunchalarni berdi. Shu sizlarning shirkatga opirib, sizlarning shirkatga ijara qo'ysam bo'ladi ekan. Mushni bir tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz deb bir savol so'rabdi ekan. Bo'ladi, undaq bo'lsa yana davomli bizning shirkat Kujan Goroyimizning bevosita tarqatish sifatida diqqatingizni aşağıda ag'diring. Men birdam turib shu naqshchilarimiz sahnadan tushgandan keyin men yana sahnaga chiqib, sizga mushu turimizni qisqa tushuntirib qo'yay va shundaqla barliq to'rdoshlarimiz mush turdan tang bir tushunchaga ega bo'lsin degan deb javob berdim. Shunga to'rdishimizmi diqqatingiz mushu ekranda bo'lgan bo'lsa, men bir mush to'g'risa qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsam. Sizning mashinangizni bizning shirkatga amroq mashinangizni bizning shirkatga akilib ijara kirma yarata olasiz. Bu bizning hozirgi Goroyimizning Kujan Goroyimizning mashina ijaragarchilik turi bo'lib hisoblanib kelyapti. Endi buning qarta biz sizning mashinangizni ishlatgandan keyin buning qarta cho'qim ijara kirim bermasak bo'lmaydi. Biz sizning mashinangizni akilib, shu
şirketlerimizde icaraga berimiz, xeridalarga. Onundan keyin şununga tushliq yana sizga ijara kirim yaratib berimiz. Buningni qanday bo'ldi deb so'radingiz. Endi buningda avval siz mashinangizni shirkatga ilib kelasiz. Bizning shirkatga ilib kelgandan keyin bizning shirkatdagi xizmatchi xodimlar mashinangizni baholaydi. Bozor bahosida baholab pingu qildi-da. To'g'ri. Mashina bahosininki, umumiy bahosininki 32% bo'yicha ijaraga berimiz. İcari haqqı berimiz xeridarga uchun. Shu bo'yicha ijara haqqı berimiz. Kartasiga urib bersak bo'ldi foydasini. Uningdan boshqa vaqt to'shqanda, masalan, to'xtamning vaqti to'shsin yoki to'shmasin, xohlagan vaqtida mashinangiz sizga kerak bo'lib qolgan ahvolda kelib, to'xtamni amaldan qoldirib, mashinangizni haydab ketish huquqingiz bo'ladi. Şuna qat'iy ansirmang, to'xtam manchilik vaqtgan, men orliqda chiqarammaydi ekan, men mashinamni haydab ketamaydi ekanman deb yo'lingiz yerim bo'lib qolmasin, xohlagan vaqtida mashinangizni ilib ketalaysiz. Şuna mush turimiz bizdan hozir Ko'jan mashina mulozimat shirkatimizningki nihoyat olqishliq bir turi bo'lib hisoblandi. Şuna endi fursatni ching tutib, mushuninga o'xshash to'rdoshlarimizninki o'zining amroq mashinasidan foydalanib ijara kirimi yaratishni o'ylashayotgan do'stlarimizningki darhol shirkatimizga kelib mashinasini baholatib ijara kirimi yaratib olishni qizg'in qarshi olamiz. Uningdan boshqa hamda bizningki shu ostida butun bizningki xeridalar mulozimat telefon nomeri chiqib turibdi. Balki mana to'rdoshlar ko'rib turibotgansizlar 18 8 dani 9 1 dani 4. Bu nomerimiz dal bizning xeridalar mulozimat markazining telefon nomeri. Siz har vaqt, har zaman mush nomerga telefon qilish orqali bizning xizmatchi xodimlardan amroq mashinangizga munosabatlik va yoki bizning shirkatimizdan Ko'jan guruhimizning chiqib bo'lgan yoki yangidan chiqish oldi turayotgan turlar to'g'riliq, turlarga munosabatlik har qanday bir savol javoblarga bemalol erisha olasiz. Shunga mush nomerlarni telefon qilish orqali va yoki öndidaringizni qo'shib olish orqali bizning xizmatchi xodimlardan maslahat so'rasangiz bo'ldi. Ular sizga texmi atrofli, texmi tushunishli javoblarni bera oladi. Mayli siz qaysi shaharda va yoki qaysi noyada bo'ling, hech qisi yo'q. Mushu nomerga telefon qilish orqali biz sizning o'rningizdagi har qanday mulozimatlardan bahramand bo'la olasiz. Shuningga mush nomerni mush to'rdoshlarning cho'qim saqlab olishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Wow, Qunduz ajib. Bek atrofliq, astoydillik Oy, atladı kötü. Qunduz intayin mushu astoydillikda shundaqla mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan javob berdi. Siz kasbingiz gibi bek pishgansiz jumi Qunduz. Asli xeridalarni oldimda xerida bo'lgan bo'lsa, buningdan yaxshi so'zlab o'tatdim. Men bir xil xeridarda ko'rinmadim-da, shundaqmi shunday. Sahnaga mening tunji qatim chiqishimcha, shunga sal jiddiylashib qoldim. Lekin ishpadingiz bizning o'ylig'imizdami yaxshi chiqdi Qunduz. Lekin hamda shirkatimizning Ko'jan guruhimizning keyin taraqqiyotlari uchun mushunchilik isil turlarni yo'lga qo'yganligimiz uchun men hamda hayajonlar bilan so'zlab ketdim. Jamni xeridalar bir foydalanib qolsin. Chunki e'lon tashviqotni naq dal mushu ko'rayotgan to'rdoshlarimiz bekarak qila oladi. Bizning qanchalik so'zliginimizdan mush to'rdoshlarimizni o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z qulog'i bilan anglab, manfaatlanib, o'zi hamkorlashib turib qilgan ishi boshqacha bo'ldi. Shunga mushu kon yangi xeridalarimiz mush to'xtamay mushu bizning bugungi faoliyatlarimizni tarqatyapti, o'zimiz shundaq huzurlanib ko'ryapti. Naqshchilarimiz shundaq japaliq hamda tirishchanliklarni ko'rsatib shunday yaxshi nomerlarni o'rinlab beryapti. Men buningda intayin suyundim. Bo'lsa bizning Ko'jan guruhimizning keyingi taraqqiyotlari texmi yaxshi bo'lib ketdi. Qolgan tafsilotlarni, ya'ni shu shirkatga kelgandan keyin tafsiliy tushensanglar bo'ladi. Bizning o'rnimiz yolg'iz Urumchida va yoki yolg'iz Qashqarda emas, Janub Shinjongning har qaysi shahar noyalarida bor. Mayli sizning o'rningiz qayerda bo'lsin, bizning guruhimizning qaysi xil turiga ehtiyojingiz bo'lsin, shu vaqtning o'zida shirkatimizga aloqalashingizni va yoki shirkatimizga kelib, texmi tafsiliy tushunchalarga ega bo'lishingizni umid qilamiz. Bizning Ko'jan guruhimizdagi har qaysi xizmatchi xodimlar o'xshashlam shirkatning turlariga pishiq, shirkatning turlarini nihoyat yaxshi tushuntirishlarni ilib bora oladi. Qolgan tafsilotlarni, to'xtamlarni ko'rgandan keyin, shirkatning mas'ullari bilan olib paranglashgandan keyin texmi inchilik bilan tushuna olasiz deb o'ylayman. Nim degan jonliqqa bu Qunduz men bunda og'zimni ichib qarab qoldim ha. Gaplar degan birining keyindan biri mush marjandek chiqyapti emasmi? Chuqum har birimiz o'zimizning kasbimizga nisbatan mana mushundaq mas'uliyatchanlik tuyg'usi bo'ldi ekan, meningcha Raslam
natija qazana olamiz. Bika Kujangoroyi xeridarlar mulozimat markazining mas'ul emaskan, Qunduz, qaltis yaraysiz. Endi meningmi bu haqda tushunchim xili cho'nqurlashdi deb o'ylayman. Men o'xshash ekran oldidagi ko'rmanlarimiz sizlarning to'yg'unlarju. Faqat zakalat puli tayyorlasak, 100 ming yuan zakalat puli tayyorlagandan keyin barliq tarbiyalash, tayyorlik xizmatlari qo'ldan tutib turib, yetlab mang'uzish. Mang'uzgandan keyin eng tez suratda yugurash orqali mana bu shirkatni bir taraqqiy qildirishning hammasi Kujangoroyning qilib bergan ishga. Zakalat pul degan 3 yildan keyin yenilam shu biz xo'jayin bo'lamiz deb bergan odamning quliga qaytib keladi ekan. Meningcha haqiqatan bir yaxshi fursatga. Shuning uchun 2021-yilda o'zingizni o'zgartganingiz bormi? O'zgartganingiz bo'lsa, mana eng yaxshi fursat orqali, eng yaxshi hamkorlashish turlar orqali kelgusingizni, go'zal istiqbolingizni yaratishingizni umid qilamiz. Rahmat. Canlı tabii xav. Bək yaxşı sözləb bədi, Qunduz deydi. Onun da başqa hamdi, əras öymülüklə gipini qevitib bulam tügdəyli ya. Öymülük mü mana muşundaq bulamdı? Öymülük sahası bilə məsələn, həmkarlışını oylab qalğan bolsaq. Buldu. Oxşaş hamdi, maşini mülazimə şirkətimizə oxşaş, navada sizdən öymülük sahası tərəqqi qılığınız bolsa, yəni oxşaşlan bizdən Kujang öymülük şirketini tanlasanız buludu. Hamdi bunun da maşin mülazimət şirketimizninkiga oxşaydigan yeri aldın şu 100 ming yuan zakalat haqqını tapşırsız. Hamdi bizden nahiye şehirlerge asasen öymülük şirketlerimizni kurup bulduk. Lekin kurulmagan orullarımız mı az kaldı. Şuna fırsatını çın tutup biz bilen birlikte ilgirlep biz bilen birlik terakki kılış arzuyunuz bolsa, meyli öymülük sahası terakki kılış arzuyunuz bolsun ve meyli maşin mülazimət sahası terakki kılış arzuyunuz bolsun ve ya ki bizden ama yeniden yol koyulgan bizim liderimiz dep ötdi. Şu tez tamaxana ya ki tez veymeydeyiz. Ondan başka talla bazarı, sayahatçilik müşterilerge kızıqsınız mı? Yani oxşaşlan bizden şirketlerden alaqalışınızı kızgın karşı alımız. Bizden sipimiz koşuluşunuzı yani oxşaşlan kızgın karşı alımız. Rahmet Qunduz. Rahmet yana muşu İnkas rayonumuzda nurg'unlagan suallar çıkıp durupdu. Muşu suallarımızga mu Qunduz başçılığındaki hizmetçi xadimlar Çıqım yaxşı cavab berdi. To'g'ri. Buldu nasa atamayan davamlıq sizlar bilan mushu bevas tarqitishda ko'rishman. Shunga qolgan savollaringlar bo'lib qolsa, yana inkaslar bo'lib qolsa qoldirib qo'ysanglar bo'ldi yoki 18 8dan 9 1dan 4 degan nomerga telefon qilinglar, men olaman. Men yana mushuning o'xshash sizlarga tushunishlik, atrofli qilib mulozimat qilaman. Mayli qanday vaqtida bizning aram vaqtlarimiz bek az, xizmatdan tushgandan keyin biz yana xaridorlar uchun mulozimat qilamiz. Har qanday vaqtda mayli aram kunlari bo'lsin ve ya ki keşlik vaxtları bolsun, qandaq vaxtda ehtiyacınız bolsa bizning şirketimizga siz aloqalashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Wow, mana men olaman deydi telefonni. Şonlaş qo'rqmay uringlar. Bek tafsili toza inchikolda sizlarga tushuntirib qo'ydi. Qaltis Xinjiang haqiqatan qaltiskan, Kujang haqiqatan qaltis albatta. Xizmatchi xodimlarimiz mana Qunduzga o'xshash texmi qaltis. Rahmat. Rahmat sizga Gulshanada. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar unda bo'lsa hamdi savollarimizga javob bersizlar. Ya'ni sizlar uchun tayyorlagan savollarimiz bor. Diqqat qilinglar, hamdi savolga javob beradigan bir ko'znak ochildi. Shu ko'znakda berilgan vaqtimiz bor. Har bir savolimizga javob berish vaqti 15 sekund. Shu 15 sekundning ichida agar to'g'ri javob bera olsanglar, eng tez suratda javob bera olgan do'stlarimizga mukofot bo'yinimiz bor, ya'ni qizil bo'loq bor. Undan boshqa yana bizningki bugungi bevos tarqitishimizni qancha ko'p hem bahirleyelsanglar, onun başka dostlar çembirikiye qancha köp çıqırıp, bizning bevos tarqitish supimizga akirgan do'stlaringlarning soni qancha jiq bo'lsa, erishadigan mukofotinglarmi shuncha ko'p bo'ladi. Tirishinglar, rahmat. Hamma diqqat qilinglar. Savolga javob bergan ko'znikimiz ichildi ya. İçildimi, içilmedimi? İçildi ya. Unda bo'lsa diqqat, birinchi savol. Tövəndəki yeməkliklərdən qaysini yegan vaqtda zəhərlənib qaldı? A. Bəsəy. B. Cüsəy. C. Kökləb qalğan yanyu. Başlandı. Yani 人们吃了下列哪些食物会中毒呢？ A. 白菜 B. 韭菜 C. 发芽的土豆 4 3 2 1 vaqt to'shdi. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Ya'ni buning to'g'ri javob C. Ko'klab qolgan yanyu.
İkinci sual. İkinci sualımız ötken qitim sorap boğanlar, lekin dostlarımız bu sualını alaydı yaxşı kögenlikten, yaqtırganlıktan. Yani bir qitim sorayımız. Siz yügüreş müsabıqası qatnaşdınız. Tırışçanlığınız arqılıq ahiri ikinci bulup yügüravatkan şu dostumuzni alqıp öttünüz. Undaqda siz hazır kanchinchi? A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü. Başlandı. 闫妮，你正在参加赛跑，几经辛苦，终于超过第2名。那你现在是第几名呢 ？A. 第1名 B. 第2名 C. 第3名 Qaysi cevap doğrudu? Bununki doğru cevap bolsa B. İkinci. Birinchilikni tanlagan dostlarımız bolsa javobinglar xato bo'lib qoldi. Agar u birinchi bo'lmoqchi bo'lsa, cho'qim birinchi bo'layotgan shu do'stimizdan olqib o'tib ketish kerak. Uchinchi savol. 什么时间吃水果最好呢? Qaysi vaqtda meva yesak eng yaxshi bo'ladi? A. Tamoqdan burun. B. Tamoq yeyotgan vaqtimizda. C. Tamoqdan keyin. Başlandı. Yani 什么时间吃水果最好 A. 饭前 B. 饭中 C. 饭后 Biz cho'qim kunda ma'lum darajada meva yeb berishimiz kerak. Meva yeyish orqali vitamin to'liqlashimiz kerak. Bundan to'g'ri javob bo'lsa A. Tamoqning oldida. A. 饭前 4-chi savol. 2019-yil CBA erlar basketbol musobaqasida anlandimi ovoz musobaqasida chempionlikni qo'lga keltirgan komanda bo'lsa ovoz yo'qmi? Nimish bo'ldi? Uzilib qoldi-ku. A. Guangdong komandasi, B. Liaoning komandasi, C. Xinjiang komandasi. Xinjiang, yana uzilib qoldi-da. Yani qaytadan bir soru edi. 2019-yil CBA erlar basketbol musobaqasida chempionlikni qo'lga keltirgan komanda bo'lsa A. Guangdong komandasi, B. Liaoning komandasi, C. Xinjiang komandasi. Başlandı. 2019年 CBA 男士篮球比赛中获得冠军的是 A. 广东球队 B. 辽宁球队 C. 新疆球队 Qaysi cevap doğrudur? 3, 2, 1 Bununki doğru cevap. Doğru senin cevabınla yani A. Guangdong komandası. 5. sual. İlimizning tantarbiya tarixida, yani tanarkat tarixida tunji qitim chempionlikni qo'lga keltirgan tanarkat turi bo'lsa A. O'qya etish, B. Su uzish, C. Tic-tac-toe. Başlandı. 中国运动历史首次获得冠军的体育项目是 A. 射击 B. 游泳 C. 棒球 Qaysi cevap doğrudur? Bunundaki doğru cevap yani sizlerning bergan javobinglar vaqt o'tdi. Yani C. Tic-tac-toe javobinglar to'g'ri bo'ldi. Yaraysizlar. Yana 5 savol bor. Sal turib so'raylik. Unda bo'lsa, yanala sahnimizda san'atkorimiz Sanobar Tursun. Bizning hozir faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizning soni 850 mingdan oshdi desak bo'ladi. Ko'jangroy bevas tarqitish supsi shundaqla Kuychi bevas tarqitish supsidagi mana do'stlarimizning sonini jami qo'shgan vaqtimizda 850 mingdan oshdi. Rahmat.
Esıl. Xalq naqşı ile xalq naqşlardan xanlaylın. Bundaq xalq naqşlarımız içinde tekstleri de muştaq hayat haqiqatları mücessemlengen tekstke naqşlar xalq naqşlarımız içinde intayin köp. Tövende yana muşundaq hayat haqiqatları mücessemlengen icadi naqşlardan biri bizning ataqliq shoir Abdukim Hasan yozgan Quy piyolaga choyni degan tekstiga hang ishlaganman. Shu Quy piyolaga choyni degan naqshini muzikantlar bilan birga eng oxirida o'zingizlarga sunaman. Esılda rahmat.
Şu arlıqlarda etpəyim kep gitdim inanmı çok bir xil. Dedim qıyıb gitib naqşını buzmayıl deb ənsirəb özümdə bir sualdım bolmasa, mən bir etib ketsəm deb. Asli sənət deyən bir muhabbətədir. Mana şu sənətdən ibarət bu muhabbətni bizga yetkizib berdigan ən qadrlik insanlar sizlar sənətkarlar ekansizlar. Mana hər bir qitimliq Sanubar adam bilan şu səhnədə ekran altındakı görmənlərimizə xidmət qilish jarayonida Sanubar adamdək isil sənətkarlarımızın tirishchanligi turkisida sənətning sehriy kuchini, sənətdən ibarət bu mehr muhabbatga texmo qand ekanmizda. Rahmat, rahmat. Ovozim boshidagi naqshlarim qaraganda hozir bag'an ichilib ketdi. Bu yerdagi sehriy kuch nada do maxfiyatlik. Hozir obay oxirida yana bir naqsh o'rlab etamdiq. Ajab yaxshi, xo'shib ketdim. Aydin kecha, ha. Şoңlашqa әміміз Sanubar adamni bək yaxşı görmüz. Hürmetke, hürmet bilen cevap berələydiğən əqidilik qalbini şundaqla hər səkniga yarışıdığan ən güzel kuylarını. Ey cinəmədə. Rəxbət. Ketto qamsə.
Kuy xanışığa, şundaqla muzikantlarımızga yana bir qitim rahmet. Kuy xanışı Sanubar adamga. Rahmet. Ras adam. Mana har qandaq joyda, har qandaq vaqtda sizning mushu isil kuylaringiz, isil fazilatingiz, odamiyliginizla bo'ldigan biz har qandaq vaqtda sizni mangu yaxshi ko'rdik ekanmiz ada. Raslam, bulubmu ko'rmanlarning, anglag'uvchilarning tamosiz mehr muhabbatiga erişdimmi artıq bayliq, artıq xo'shallik bo'lmos kerak deb o'ylayman. To'xtamay inkas rayonida shunchalik chiroyli tilaklar, yurak so'zlar, oprinlar, shundaqla guldastalar, chavaqlar to'shib ketdi, to'lib ketdi. Bu nimadan derak berdi deganda, Sanubar adamning bizning qalbimizdagi o'rnining qanchalik ekanligidan derak berdi. Siz biz uchun bir eng qimmatli hadiya hada. Raslam, bu meningli yurak so'zim emas, balki ekran oldidagi barcha ko'rmanlarimizning, to'rdoshlarımızning, do'stlarimizning yurak so'zi. Bugungi hissiyotingiz qanday edi? Bugun rasmiy yana davomlashtirib bo'lsa, yana 1-2 soat yana hayajonlandimiz. Ilkida turibdiman. Biroq endi vaqt e'tibori bilan mishada to'xtalishga majbur bo'lyapmiz. Qolganlarini aytki programmada. Yana aytdi Sanubar adamning isil kuylarini anglaymiz, mo'ngdishimiz, sirdishimiz voy. Rahmat. Müzikantlarga hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Har qitim buni mushtaq tuyuqsiz bir hayajonlantiruvdi sizlar meni. Balkim ma eng oxirgisiga tayyorlik qilmagan bo'lishinglar mumkin, shundaqmi? Oldingi maydonda mushtaq bir chilinib qolgan siz. Yana bir chilinib qoldi-ku. Shunglashqa deyman-ku, mana mushu qulunglardagi chalg'ular orqali
bu çalgılarını sizler kulunlar bilen emas, belki jürkünler bilen çalganlıkınlar üçün. Sanubar adam bu nakşını jürkü bilen orunluğanlığı üçün sanattan ibaret bu muhabbet мәңгі ölmeydi, мәңгі öşmeydi. Yani bir qitim səhnədə biz üçün xizmətdə bolğan ən isil sənətkarlarımız Sanubar adam başçılıqıdakı sənətkarlarımızga, muzikantlarımızga çin jürkümdən minnətdarlığımı bildirmən. Rəhmət sizlərə, rəhmət. Yeni yılda hər bir işlərinizlər güzel bolsun. Basqan qədəmlərinizlərdən güllər ünsün. Rəhmət. Ədə yana Muşu səhnədə sizlər bilan birgə iqralıqqa görmənlərimiz üçün xizmət qılımız. Cəfa çəkdinlər. Rəhmət sizlərə. Rəhmət. Görmələrimiz köpdən köp rəhmət. Sizlərə rəhmət muzikant. Rəhmət. İqralıqdakı qədərli görmənlər mana. Kujan Goroyi bivas tarqıtı supus arqılıq şundaqla üçü bivas tarqıtı supus arqılıq bizning bugungi Naq meydan faaliyetimizin köygen dostlarımızın sani 900 mingdan aştı. 950 mingdan aştı. Rahmet. Bu sanның özü bizning bugungi əmgikimizдің haqiqatan mu sizlarning jürkünlərə bağlanlığının ifadəsi. Şundaqla sizlarning tirishchanliginglar ekran oldidagi har bir ko'rinmimiz bugungi faoliyatimizni do'stlar chambiriga ham bahrilash orqali barcha urug' tuqqanlarga qarindoshlarga, do'stlarga yetkazganligi uchun mana bugungi bizning ekran oldidagi ko'rmanlarimizning soni 950 mingdan oshdi. Rahmat. Ekran oldidagi barcha do'stlarimizning yangi yilini yana bir qitim tabriklayman. Eng go'zal tuyg'ularni, eng yaxshi ishlarni sizlar uchun tilayman. Atdagi bevos tarqitish faoliyatimiz texmu sarxil. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh.